Assalamu alaikum. Bugünkü bu kutluk söhbetimizga kelgan barliq aziz mehmonlar. Men dastlabki qisqacha Asad Sulaymon muallimni qisqacha bir tanishtirib o'tay. Biladiganlar bilishimiz mumkin, ertandan boshlab kitob o'qiganlar. Shundan ba'zi bilmaydiganlar bo'lishi mumkin. Professor Doktor Asad Sulaymon muallim bizning vatanda Sharq Turkistonning Qumulda tug'ilgan. Keyin Şinjan Üniversitesi'nde şu yerde okup edebiyat kesbide, şu yerde magisterlik, doktorluğunu, magisterliğinin makalesi belki okuyan buluşunu mümkün. Uygurlarda totem medeniyeti diyen eser bile. Ondan keyin doktorluğunu Beijing'de aldı, Şark edebiyatıda Xemse hadisesi diyen temiden. Hatırlaşmışsam şunda var. Yine benim isimli kılıçça Asad Sulaymon muallim şu vakitte en yaş doktor, en yaş profesör diyendek bir qancha enlerge vatanda imzo atgan men bilip endi Uyg'urlarning ichidagi eng usuldor, unumdor, un-tinsiz emgak qilayotgan ziyolilarimizdan biri. Shunga bilan birga men 2003-yilda Şinjan Üniversitesiga adabiyot kasbiga kirgan vaqtimda Asad Sulaymon muallim yana mening yetakchi o'qituvchim bo'lgan. Keyin Shvetsiyada tadqiqotlar shug'ullanib keyin Amerikaga ketdi, qolgan ahvolini hammalar bilsizlar, hozir Amerikada yashayotdi. Moyaga chiqqandan keyin nurg'un kitoblari nashr qilindi. Alloh nurg'un o'qimagan qarindoshlarimiz bor. Masalan 3-7 fojiasi, andan keyin Sharq Turkiston tushi Abdurrahim Aysoning. Yoshi kitoblar tarixga qiziqadigan 20-asrdagi Uyg'ur tarixga qiziqadigan qarindoshlarimiz uchun nihoyatda yaxshi esil kitoblar. Shu men qisqacha tushuntirishni tamomlay, vaqtni ching tutish uchun tünügün tamıqımızda qalğan Asad Sulaymon muallimning şu sunumu vatdı, davamını bizga so'zlab berishni taklif qilamiz. Anlag'ach kallangizga kelgan savollar bo'lsa, qog'ozga yozib, men yandan evet bersanglar. Yani suhbat oxirlashgandan keyin Asad muallimdan so'rab olamiz. Rahmat muallim. Assalomu alaykum. Hurmatli qarindoshlar, vatandoshlar, do'stlar, ustozlar. Həmmənlərə salamlar olsun. Bugün bu fürsətdə həmmənlər bilan yüz görüşüb, şunçalik xoşal buldum. Bilgininglərdək, tünügün mərhum Muhammed Emin Buğra vafatının 60 yıllığı münasibət bilan ötküzülgən muhakim yığınına köpünçanlar barlar. Bir tarihi şəxsinin vafatının 60 yıllığında onun hayatıga qarab chiqish yalğız şu şəxsinin tarixi bilan emas, balki mahkum bir millatning, ya'ni mahkum bir millatning davosini qilgan bir shaxsning hayotiga qarab chiqish demakdir. Oldingi kuni vaqt munosabati bilan faqat 15 minut vaqt berilganligi uchun bir qism mazmunlarni qarindoshlarga to'liq ko'rsatish imkoniyati bo'lmadi. Bugun mushu fursatda sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Albatta, tarix hammamiz uchun muhim. Həmminglar öyrəngüçü bolğandək, mənim bir öyrəngüçü. Muhammed Emin Buğra'nın hayatı bizə qaldırıb ketgan büyük miraslarını qazğan siri bu şəxs haqqında bilməydigan tərəflərimizin nəhayət köpligini, davamlıq izlənişimizin lazımlığını his qıldıq. Mən bugün bəməkçi bolğan bu tema Muhammed Emin Buğra'nın Şərq Türkistandakı axırqı 5 yılı. Əmdə 5 yıl adətdəki bir insanlar üçün nəhayət qısqa vaqt. Hətta gözünü yumub açqıca ötüb ketadigan bir vaqt. Amma tarixning ma'lum daqiqalarida bu 5 yil hətta bir millatning taqdirini belgilaydigan, hətta bir millatni yer yuzidan yo'q qilib o'tadigan bundaq bir nimaga egimi 5 yil deyishga bo'ldi. Shunga Muhammed Emin Buğra'nın butkul hayotiga 65 yillik hayotiga nazar tashlasak, 30 yıllarının 5'indeki qisqagina bir inqilab ve muşu inqilabning natijasida qurilgan Xotan İslam hökuməti ve Şərq Türkistan İslam Cumhuriyetini qurdu. Aqadan bu cumhuriyetlerimiz yıkıldı. Bunundan keyin birinci hicret başlanıp, birinci hicretdeki 10 yıl jarayonida, 12 yıl jarayonida bizga qo'shni bo'lgan Hindistonning Kashmir, Afg'oniston qatorliq joylarda bu musofiratning ig'ir dardini tatdi. Şu musafirat dardini tatayotgan yillarda Hazratimning yozgan she'rlari bor. Masalan, şu she'rlarda shunday deydi: "Ey Himalaya, oldimdan suril" deydi. "Ey Qaraqurum, oldimda to'sma, yiroq tur.
vatanning bir salqin shamili kelib siqilgan vujudimga bir kuch bersin deb. Demak, musofiratda ich pushdi. Agar bir millatning rahbari o'zining xalqidan, tupurg'idan, vatandan ayrilsa, bu da'voning boshqa xalqlarning ishigida turib qilingan bu da'voning unimining hech qancha zo'r bo'lmaydiganligini to'g'ri o'zining hayoti orqali isbotladi buni. Şuna bugün kunda bir qism insonlar to'g'ri nima uchun o'zi qarshi turgan Xitoyning poytaxtiga berib, shu yerda Xitoyga el bo'lib, nima deymiz, murassa qildi, avtonomiyachi bundaq deymiz. Ammo to'g'ri nima uchun bu yo'lni tanladi? Xitoyning markaziga berishga nimalar sabab bo'ldi? Nima majbur bo'ldi? Bu tarixni o'rganish kerak. Bu tarixni o'rgansak, uningdan keyin bir millatning taqdiri uchun kurash qilayotgan bir tarixiy shaxsning shu tarixning qiyin mazgillaridagi tanlashining qanday bo'lganligini tushuna olamiz. Albatta, Xitoy markaziga borgandan keyin bilganinglardek, to'g'rining Xitoydagi eng chong tarixchi bo'lgan Li Dongfang bilan Xitoydagi shu vaqtdagi eng chong gazeta bo'lgan Markaz gazeti. Yana hozirgi kommunist Xitoyning xalq gazeti, Renminjibao degan kompartiyaning koni bo'lsa, Gomindang davrida, millatchi Xitoy davrida Markaz gazeti degan shu Gomindang Xitoyning koni edi. Shu gazetda Xitoyning eng chong tarixchisi bilan Sharqiy Turkistondagi bu xalqning ismi Chanto emas, boshqa bir atalgı emas, balki bular Türk, bu yerda yashagan xalq bir Türk, islom diniga e'tiqod qilgan Türk millati. Şunu bunun namı Türk. Bu zaminning ismi tarixdan buyon atılıb kelgan ismi Türkistan, ya'ni Sharqiy Turkiston texmi aniq qilib aytganda. Degan maqolani Xitoycha shu nima Markaz gazetida bu Xitoyning tarixchisi bilan 3 oylik tortishib, eng oxirida Gomindangning yuqori qatlamidagi hukumat arboblarining qayta besim qilishi bilan Xitoy boshida to'xtadi, javob beramay. Ahırda onundakin bu murassaga o'tib, Muhammad Emin Buğrani hukumatning besimi bilan bu qalam ko'rishdan to'xtatgan shu mezgilda. Shun o'ylab baqayli, kommunist Xitoy davrida qaysi bir tarixchimiz Beijingga berib, Xitoyning aşı gazetlarida Xitoy tarixchilari bilan ochiq oshkor vatanning nomi haqida, millatning nomi haqida tortishib baqdi. Shunga bu yerda Buğraning Xitoy markazida elib borgan bu diplomatiyalik siyosiy kurashlarni bugun bu yerda o'tirib yoki kompüterning ekraniga chiqib olib, mandaq baho beriblar o'tib ketsak, bu to'liq adolatsizlik bo'ldi. Shunga buning jarayonini o'rganish kerak. Bir inqilobchi vaqt kelganda qo'liga qurol olib, vatanning mustaqilligi uchun qon to'kish mumkin. Bir inqilobchi vaqt kelganda qalamini ko'tarib, qalam orqali mujodala qilish mumkin. Yana vaqt kelganda siyosiy sanda, siyosiy tortishma orqali millatning davosini qilish mumkin. Chunki tarixning o'xshamagan sharoitlari o'xshamagan turdagi kurash yo'lini talab qiladi. Shunga 45-yili Buğra qaytib kelgandan keyin 45-yili 10-oyda vatanga qaytib kelib, 49-yili 9-oyda vatandan ayrilmoqchi bo'lgan oraliqda faqat qisqagina 5 yil vaqt o'tdi. Bak qisqa 5 yil. Bu qisqagina 5 yil ichida Buğra vatandan ayrilmoqchi bo'lgan oraliqda Urumchida, ya'ni Sharqiy Turkistonning markazi Urumchida qanday faoliyatlarni olib bordi? Degan vaqtida bu 5 yil jarayonida Buğra va uning atrofidagi mayli Mas'ud apandi bo'lsin, Eysa apandi bo'lsin, bu millatchi deb atalgan guruhning atrofiga uyushgan insonlar bilan uningdan ilida inqilob qilib, Sharqiy Turkiston Jumhuriyati qurilgandan keyin Urumchi kelgan ili inqilobchilarning vakillari bor. Bular bir guruhni tashkil qildi. Har ikki guruh mushu qisqani bir qancha yil ichida vatanning siyosiy jihatdagi huquqlarini qo'lga olish uchun noyib nurg'un ishlarni olib bordi. Endi bu jarayonda buni tafsili qilsak, ya'ni 1945-yili Muhammad Emin Buğra qatorliq apandilar Xitoy markazidan qanday qilib vatanga qaytib chiqdi degan vaqtda bular izchil holda bu Xitoy markazi Chongqingga borgandan keyin bular kayni-kayindan iltimos qilib mush vatan qaytishini talab qilgan. Afsuski shu vaqtdagi Gomindangning daisi Jiang Jieshi bo'lsin yoki Gomindang hukumatining yuqori qatlamdagi amaldorlari bo'lsin, bularning Sharqiy Turkiston qaytishiga qattiq to'sqinlik qilgan. Bular qaytib chiqsa jidal chiqardi. Sharqiy Turkistonning ahvolida
bizga ziyonliq ahvollar kelib chiqadi degan bir qarash bo'lganligi uchun bularning vatanga chiqishiga qat'iy qo'shilmagan. Ama 44-yili 9-ayda ilida inqilob bo'ldi. Aqidonlar butkul shimoldagi rayonlar elinib, Sharqiy Turkiston Jumhuriyati qurilib, milliy armiya Manas bo'yicha kelgandan keyin Gomindan hukumatiga ig'ir bir tahdid shakllantirdi. Mana shunday bir ahvolda ili inqilobi bo'lmagan bo'lsa, bu Muhammad Emin Bug'ra boshchiligidagi bizning siyosiy rahbarlarimizni Xitoy markazidan Sharqiy Turkiston qaytishi mumkin emasdi. Ili inqilobi bularning qaytishiga bir imkoniyat hozirladi. Endi bularni qo'yib berishda albatta Gomindan millatchi Xitoyning o'zining o'ylagan o'ylari, cho'tlari bor. Bu cho't nima degan vaqtda bu atandilar ichidagi Mas'ud Sabiri sizlar bilganinglardek ili tarafdan Sharqiy Turkiston Jumhuriyatiga vakillik qilib, Urumchida o'tkazilgan tilishliq suhbatiga vakil, ya'ni vakillar o'mining boshlig'i Rahimjon Sabirachi bu Mas'ud Sabiriniki kuyovli, uningki jiyani hem tuqqan hem kuyov o'ziga. Unda bo'lgandan keyin Mas'ud Sabiri bilan bo'lgan bu tuqqanchilik munosabatdan foydalanib, buni orqa selib, ili tarafga besim ishiltish. Ya'ni xuddi Muhammad Emin Bug'ra o'zining siyosiy hayotim degan kitobida ta'kidlab o'tgandek, millatchi Xitoy bizni Sharqiy Turkistonga qaytarishda bizni bir tangpungliq unsur bo'lishni ko'z tutdi deydi. Undan keyin bu apandilarning izchil tutgan yo'li birisi kommunizm bizga oxirgacha bir xabar. Kommunizm bizning dushmanimiz deb qaragan, ikkinchi Ruslar bizning boshqa oxir dushmanimiz deb bularning qarshi mushu. Asosliq siyosiy qarash mushu bo'lganligi uchun Gomindan hukumati buni biladi. Shunga bularning kommunizmga Sovet ittifoqiga qarshi maydondan foydalanib, ili taraf, ya'ni ili inqilobining keyinda Sovet ittifoqi bo'lganligi uchun ideologiya jihatdan kommunizm mafkurasi, ya'ni sotsializm orqali, sotsialistik jumhuriyat qurish orqali Uyg'urlarning mustaqilligini qo'lga keltiramiz deydigan bir ideya bo'lganligi uchun ili tarafga besim tushirish bu orqali. Gomindanning o'ylagan o'yi ham cho't shu. Ama bu üç efendiler Ürümchiga qaytgandan keyin bu Gomindanning bu o'yiniga keldimi degan bir savol bor bu yerda. Endi bu yerda yana bir ta'kidlaydigan nuqta, milliy armiya Manas bo'yiga kelgan vaqtda 45-yil 10-oydagi Ürümchining ahvoli go'yo qaynab turgan bir qozon. O vaqtda bizning nurg'un shohidlarimiz, aslimlar bor, tarixlarimiz bor, ammo biz uni qo'yib turib, mayadagi 45-yili 10-oyda Amerika konsuli Robert Wardning Washingtonga yo'llagan bir telegramması bor. Bu 45-yilning 9-10 oylaridagi ahvol. Yana bu yozuvdagi hozir ili tarafning yana Sharqiy Turkistonning milliy armiyasi Manas bo'yi qistab keldi. Gomindan hukumati hozir vaqtliq o'lkaning markazini Qumulga oldi bilan. Agar Urumchi elinib Qumulga yana yurish qilgan vaqtda unga Gansoga ko'chirishning tayyorligini qilyotdi deb bu bir taraf. Ikkinchisi Urumchidagi barliq Xitoylar mal mulklarini qancha pulga yarasa ko'chaga to'kma qilib setib, amal bor qachonlaganlar aeroplanning beltini, bo'lmasa ishkirga mangdan mashinalarning beltini olib, ishkirga ketishning ko'yiga tushtamisi pitarab ketdi. Endi Urumchidagi yerlik Uyg'urlar bo'lsa, milliy armiyaning Manas bo'yidan o'tib Manas daryosidan tezdan Urumchiga kirishni to'rt ko'z bilan kutmoqda deb shu vaqtdagi Urumchining ahvolini tasvirlagan. Demak, shu vaqtdagi bizning vatanning ahvoli mushundaqdi. Mushu holatda Muhammad Emin Bug'ra boshchiligidagi bu üç efendilar Urumchiga, yana vatanimizning markaziga qaytib keldi. Endi boy deganimizdek Muhammad Emin Bug'ra qatorliq bu üç efendilar Sharqiy Turkiston qaytib kelgan vaqtda bu mayada ko'ryapsizlar, ma tarafda bizning vatanning asos huquqini tutib turgan Gomindanning ikki amaldori, yana boshligisi Zhang Jiyong. Ya'ni Zhang Jieshi maxsus to'liq huquq qurib qo'ygan. Sen qanday qaror chiqarsang, qaror chiqarish huquqing bor. Aşı söhbətdə sən həmmə hüququn sana verdim deb əvətgən adamı Zhang Jiyong. Onun astidagisi ma Shinsayni ma ishkirga yo'tkab aketgandan keyin uning o'rniga qo'ygan Wu Zhongshan degan o'lka raisi. Bu Wu Zhongshan intayin o'tib ketgan cho'ng Xitoy millatchisi. Undaq bo'lgandan keyin bu Wu Zhongshan davrida il inqilobi chiqib, bu inqilobning o'ti hammaga tutashganligi uchun Gomindan hukumati uning ustiga Zhang Jiyongni avatgan. Undaq bo'lgandan keyin bu Wu Zhongshan qopib qattiq qo'l siyosat yurgizman deydi, Zhang Jiyong bosidi buni.
vaqtliq hozir bizning qattiq qo'l siyosat yurgizgan vaqtimiz emas. Amalba silab sipab, ayvash keltirib, suhbat ustida masalani hal qilgandan keyin oldi bilan bu tuproqni tutib turish hamidan muhim degan bu. Chunki bu Zhang Zhizhongni nima qilmayaga avatadi desa, bu Gomindang ichidagi solg'a mayil. Sal kommunist qarasaydi bular, ammo Gomindangning muhim odami. Bundaq bir kishi bu Yanandagi Xitoy kommunistlari bilan millatchi Xitoy o'tirsidagi nurg'un qatamliq suhbatlarda bu Gomindang vakildan kommunist Xitoylar bilan suhbat o'tkazgan. Shunga kommunist Xitoylarning nazarida bu Zhang Zhizhong sal solg'a mayil, kommunist ideyasiga yaqinroq bir odam deb buningga nisbatan hissdoshligi bor. Sovet ittifoqimi bu Zhang Zhizhongga nisbatan mushunda qaraydi. Sal ijodiyroq qaraydi buningga. Undaq bo'lgandan keyin Gomindang hukumati bu kishini bizning vatanga avatib, chunki vatandagi inqilob ilini qo'zg'aldi. Bularning keyinda Sovet ittifoqi bor, kommunizm ideologiyasi bor. Shunga bu ishni bu Zhang Zhizhong yig'ishtira oladi deb o'ylagan. Degandek Urumchida suhbat bo'ldi. Suhbat jarayonida bu hech qachonda Gomindang hukumati ma uch afandining vatanga qaytishiga ruxsat qilmaganda ma Zhang Zhizhong o'tirib chiqib Zhang Zhizhongga deydi. Ma uch oylarni menga bersan, men bularni elib Urumchiga qaytaman. Degandek keyin ma aslidagi Hujungshin kayni-kaynidan ma Nanjingga telegramma yo'llab bu uch oydan kamison bu intayin xatarlik bütün Asiyada kallisi panturkizm bilan to'shqan kishilar bular kelgandan keyin bularni kontrol qilib bo'lmaydi. Bularning chaqiriq kuchi bor. Masalan, Muhammad ibn Burani tilg'agan 30-yillarda Xotanda g'alyon chiqarib, Xotanda hukumat qurgan bunday bir shaxs, bular kelsa bularni kontrol qilib bo'lmaydi. Degandan keyin ma Zhang Zhizhongga to'liq huquq berganligi uchun Zhang Zhishi bu Zhang Zhizhongning gapini anglab oxirida uch afandini nimaga qo'yib berdi. Qo'yib berganda bu Zhang Zhizhongning xiyoli bu uch afandini ili taraf bilan bo'lgan suhbatda tangqonlik unsuri qilish, yana vositachi qilish. Halbuki uch afandi Urumchiga qaytib kelgandan keyinki bularning amaliyotda Gomindangning o'ylagandek bo'lmadi. Bular kelgandan keyin ma Urumchining o'chaqda nima shahar sepili ma bu janub tarafi janubiy qo'vuq deymiz, yana Xitoycha Nanman deydi-ku. Janubiy qo'vuq, shimoli Beymang degan shimoliy qo'vuq. Shuning o'tirsa ma hukumat o'rinlari Xitoyning hukumat o'rinlari bor Yanshar rayoni. Uningdan keyin uning janubiy qismida hozirgi asosan yerlik Uyg'urlar o'tiraqlashgan ma shaharning sepilning sirtida. Undaq bo'lgandan keyin ma uch afandini Urumchi kelgandan keyin ma bu yoshlar bilan yerlik Uyg'urlar bilan aloqa qilmasin, bularga zaharni taqatmasin deb buni Gomindangning ma Urumchida turishliq armiyasining bosh shtabining ichidagi bir harbiy mehmonxonaga o'rinlashtirib bularni xalqdan ayirib etdi vaqtliq. Shunga bu mezgilda Buğra'nın ayrım yazgan şeirleri var. Halbuki bu ayrımçılık 3 ay etrafında boludu. Şundaqdımı bularning ismini anglagan bir turkum yoshlar atsaqshin bularni izlab bordi. Eng oxirida bular qattiq qarshilik qilib, bu harbiy mehmonxonadan ayrilib, nimada hozirgi konsul ko'chasi atrofidagi ko'chaga ko'chib keldi. Buning bilan bevosita xalq bilan uchrashishi boshlandi bularning. Başlanıp ili tarafdan kelgan 3 suhbat vakili bilan ko'rishdi shu vaqtda. Ko'rishgandan keyin oldi bilan Buğra xotirasi yozdi. Ili taraf rasmiy inqilob qilib bir jumhuriyatni qurdi. Qo'lida 30 mingga yaqin harbiy quvvat bor. Bundaq sharoitda bu ustal kelgan ekan, bu ustalda quturib qo'ysak bo'lmaydi. Bizning oldiganimiz mustaqillik bo'ladi. Halbuki bugungi kunda Xitoyning bu mustaqillikni belgisi yo'q. Shundaqkan, hech bo'lmasa mustaqillikdan tuvan odatdagi avtonomiyadan yuqori bir darajani erishimiz kerak bu qatimliqni bilan. Agar buni olamasak, bu qatim ketkizib qo'ysak, qo'limizda harbiy kuch bachag'ida ketkizib qo'ysak, bu suhbatning hech qanday unumi natijasi bo'lmaydi deb bu ilidan kelganlar bilan ko'rishdi. Bu to'g'rida Buğra'ning o'zining xotirasida nurg'un bayonlar bor. Demek bular Urumchi kelgandan keyin Gomindangning bu o'yiniga emas, amal bor. İli taraf bilan o'zaro dialog qurish, suhbatlashish, bu suhbatning texmo qutuqliq chiqishini umid qilgan yoki bu yo'lda tirkashgan taraflari bor. Endi uzun o'tmay suhbatning jarayonining tafsilotini bu yerda deb o'tmayli. 8 oylik bir nayt jafoliq intayin ciddi şekildeki bir tartışım oldu. 45-yili 10. ayının 17. günden 46-yili 6. ayının 1. gününe kadar 8 ayga sozulgan Urumchidagi şu tinchlik suhbati.
Endi dünya tarixida nurg'un suhbatlar, nurg'un kelishimlar bo'lgan, ammo bundaq uzun sürgan, bundaq uzun talash-tartish qilingan nimalar nihoyat oz. Buningdagi eng uzun talash-tartish qilgan masala nima bo'ldi desam, bu suhbat jarayonida 11 betim deb biz bilgan 11 betim 46-yili 1-oyga kelganda u 11 betimning ishi hal bo'ldi. Ya'ni 2-3 oy jarayonida betimning asosi nimasi tiklanib bo'ldi. Asos tortishgan taraf nima desa, keyingi 5-6 oy jarayonida asos tortishilgan narsa harbiy quvvat masalasi. Ya'ni Sharqiy Turkiston milliy armiyasini sonini birsi 30 mingdan 12-13 mingga tushirsa, ikkinchisi bularning butun nimasini sonini aniq berib, buni Gomindan armiyasining bir tarkibiga qo'shib, Gomindan armiyasining bir tarkibida bir harbiy qism qilsalar deb buni bak o'tirib qo'yib olgan. Ammo ili tarafdan kelganlar bo'lsa, xo'p biz buning nimasini tushiraylik, sonini tushiraylik, ammo bu milliy armiya faqat 3 viloyat doirasida turmaydi. Aqsuda biz 2 poligon turg'izimiz, Qashqarda 2 poligon turg'izimiz. Undan keyin butun Sharqiy Turkistondagi qurolliq saqchi, ya'ni hozirgi vujud deb aytgan saqchilar asosan %90% yerlik xalqdan tashkillanishi kerak. Faqat Gomindan armiyasi chegarani saqlashga mas'ul bo'ldi. Qolgan butun narsani bu milliy armiya qiladi. Deb bu harbiy jihatdan kelishib, intayin talash-tartish qilinib, buzilib chiqdim. Eng oxirida Zhang Jijong deydi o Ahmadjonga. Sen ben yaşkensen, sen 30 yaş kiribsen, ben 60 yaş kirdim, sen ondan 30 yaş çoğun. Lekin bu sohbeti tartışıp mesela tenkilenmedim. Eğer de yeni tartışıp turvaldan bolsan da, uçakda ben merkezi qaytib ketimen, mening ornumga senin okşaş 30 yaş çağmasıdaki energiyasi urg'ib turgan bir adamla evesson. Deb şu yergacha özünün eslimisini yazıdı. Demek endi 11 martalik shu tinchlik suhbati garchi bizning 2-chi Cumhuriyetning yiqilishi, tariximizdagi bir fojianing boshlanishiga ma'lum darajada ma'lum nuqtadan aytganda buningga bir asos yaratdi desakmi, ammo shu 11 betimning imzolanishimi osonga to'xtamadi. Agarda 30 ming kishilik milliy armiya bo'lmagan bo'lsa, tikilib turgan bir cumhuriyet bo'lmagan bo'lsa, Xitoyning bizni o'ziga tang ko'rib, suhbatga o'tg'izib, suhbat jarayonida bu shaklga kelmagan bo'ladi. Agarda shu suhbatdan keyin o'lkalik birlashma hukumat deydigan bunday bir hukumat tashkillandi. Chunki bu odatda birlashma hukumat degan butun bir davlat miqyosida davlatda bo'ladigan narsa. Ammo shu vaqtda Xitoyning hech bir o'lkasida bo'lmagan bir ahvol bizning Sharqiy Turkistonda bo'ldi. Ya'ni qo'zg'alon qiluvchi taraf bilan Gomindan hukumati o'rtasida bu kelishimdan keyin bir birlashma hukumat qurildi. Hatto birlashma hukumatning tarkibiga kirgan 25 odamning soni bir tortishildi. Masalan, madaniyat nazoratiga agar sen ma'ni qo'ysang, maliya nazoratiga men buni qo'yaman deb Ahmadjonlar birini tortishdi. Shunga mayli gapimizni yig'sak, bu birlashma hukumatning 25 nafar a'zosining ichida albatta Mas'ud Sabiri bor, Muhammad Emin Bug'ro bor, Isa Pandi bor. Ammo Muhammad Emin Bug'roni u vaqtda Xitoyning boshqa o'lkalarda muavin rais degan o'lka raisi tuzumi yo'q. Ammo bizning vatandagi ahvolni ko'rsatib, Gomindan hukumati bosh raisdan boshqa yana muavinlikqa 2 odam qo'yishni nimqon, chunki ta'sir uchun. Endi bu Zhang Jijong markazning vakili bo'lganligi uchun rasmiy demokratik saylam o'tkazilib, o'lka rais saylangacha men vaqtliq o'lka raisligini o'tab turman deb bu bosh raislik o'rnini bu oldi. Olgandan keyin albatta birinchi muavin raislikka ili tarafning odami qo'yilishi aniq. Undaq bo'lgandan keyin Ahmadjondan keyingi yana bir muavin raisni cho'qim bu ko'nglida Xitoydan birini qo'ysam Gomindanchadan. Ikkisining o'rtasida balans bo'ldi. Ili tarafning o'lkaning keyingi ishlarida bu ig'rilik besib ketishning oldini olish uchun bir Gomindanchani qo'ymoqchi bo'lgan. Ammo bu masalada nihoyat qattiq talash-tartish qilinib, oxirida Zhang Jijong qo'yamagan ikkinchi muavin raislikka o'zining adamini. Qo'yamay oxirida ili taraf Muhammad Emin Bug'roni o'lkaning muavin raisi, ya'ni Ahmadjon Qosim bilan birlikda muavin raislik qo'yish to'g'riliq shu chaqda bu nimaga ustal kelgan. Ammo bugun kungacha mayli Xitoy yozgan tarixlarda bo'lsin yoki keyingi Uyg'urlarning aslimlarida bo'lsin, Muhammad Emin Bug'roning o'lkaning muavin raisligi ko'rsatilganligi haqidagi bu tarixiy detallar intayin oz. Bizda bak ko'p qolmagan.
Ama yaqında ma Tayvanning Kuomintang hukumati hokimiyatdan tushib, Tayvan demokratiyalashgandan keyin mutlaq maxfiyatligi 50 yil saqlanib degan nurg'un hujjatlar hozir Tayvanning davlat arxivida oshkorlanib, keyni-keyndan bularning nimasini, maxfiyatligini elib etdi. Unda bu başqa hozir 30-40 yillardagi bizning vatan tarixiga oid nurg'un siri yeshilmagan, javobi tepilmagan bir qism tugunlar Tayvanning arxividan chiqyotdi. Mayada berilgan Xitoycha hujjat, ya'ni ili tarafning Muhammad Emin Bug'roni o'lkalik birlashma hukumatning muavin raisi ko'rsatganligi. Holbuki Sovet ittifoqining Muhammad Emin Bug'ronining Sovet ittifoqiga kommunizmga qarshi 30-yillarda milliy inqilob qo'zg'agan bir odam ekanligini bilgachga Sovet ittifoqi xohlamagan. Am o'ylab beqana ili inqilobining keyinda bu inqilobni qo'llagan kuch Sovet ittifoqi bo'lganligi uchun Sovet ittifoqi qo'llamagan yoki tasdiqlamagan odamning u vaqtda o'lkaning muavin rais bo'lishi mumkin emasdi. Shunga Muhammad Emin Bug'ronining o'rniga Sovet ittifoqi bilan ap o'tadigan burundan munosabati bor, kommunizmga moyil, ham Xitoylarga moyil bo'lgan Buran Shaydi Muhammad Emin Bug'ronining o'rniga almashib, o'lkalik hukumatning muavin raisi bo'lib qoldi. Demak, ma jarayonni alohida tafsilot to'xtalib o'tishimiz ilgirki tarixnomalarda Muhammad Emin Bug'roni Kuomintang taraf ko'rsatgan degan bir qism qarashlar bor. Ammo Xitoyning o'zining arxivlarida saqlangan narsa Muhammad Emin Bug'roni muavin raislikka ili tarafdan ko'rsatganligi haqidagi bu bayonlar yoki bu dalillar hozir chiqib o'tdi. Ma rasmda ko'ryapsizlar, ma plakat ko'tarib turayotgan ma Uyg'ur xonim qizlari shu 46-yili 7-oyda o'lkalik birlashma hukumat qurilib, Urumchida cho'ng marosim bo'ldi. Shu cho'ng marosimda vazifaga o'ltirish marosim bo'ldi ma o'lkalik hukumatning a'zolarining. Ham moyoqdikisi Muhammad Emin Bug'ronining o'lkaning muavin raisligidan bir qancha kundan ichida ismi almashib Buran Shaydan muavin rais qilgandan Muhammad Emin Bug'roni o'zi bilan qilcha munosabati bo'lmagan ta'minot nazorati, ya'ni qurilish nazoratiga nozir qilib tushirdi. Anda keyin Muhammad Emin Bug'ronining 49-yili bu Xinjiang gazetining muxbiri bilan o'tkazgan bir suhbati bor. Shu suhbatda deydiki, men asli kep chiqishim o'zim madrasadan kep chiqqan odam bo'lganligim uchun men ma'rifga yaqin deydi, ma'rifga. Asli men ta'minot nazoratiga muvofiq kelmaydim. Agarda mening bu vazifamni o'taydigan boshqa muvofiq kishi bo'lgan bo'lsa, men ma'rifning ishini tutgan bo'lsam, menga eng muvofiq bo'ladi deb. Demisimi Muhammad Emin Bug'ra ma'rifning bir millatning yoshlarini uyg'otishda, bir millatning milliy kimligini uyg'otishda qanchalik muhim roli borligini Bug'ra ayt yaxshi biladi. Shunga mushu yo'sonda Bug'rani ma'rif nazoratidan yarqlashtirgan, ta'minot nazorati qo'ygan. Ham uningdan keyingi mavzuga kelsak, Tönögüme ben ta'kidlab o'tdim 37-yili Bug'roning Afg'oniston turib butun muhojiratdagi Sharqi Turkistonliklarga qilgan chaqirig'ida agar bugungi kunda bizda qo'lidan ish keladigan vatan so'ygusi bo'lgan, dunyoning siyosiy vaziyatini yaxshi tushungan bilimlik sarxillerimizdan 40-50 odam bo'lgan bo'lsa, bugun Sharqi Turkiston dunyoning bir mustaqil davlatiga aylangan bo'ladi. Deb bizdagi odam kamchiligining, odam kuchining qanchalik kamchilik ekanligini shu vaqtda cho'nqir his qilganligi uchun bu vatanga kelgan bu fursatda o'zining oxirgi 5 yilda Bug'roning eng muhim qilgan yeri o'zining konsul ko'chisidagi uyida Afg'onistonda, Hindistonda musofirat yillarida yiqqan barliq kitoblarini, uningdan Xitoyning ishga o'lkalar turgan vaqtda Turkiyadan noyatchiq kitob keltirib ekan turk konsul orqali. Bu kitoblarni bu konsul ko'chisidagi mushu uyida tizib, mushu yoshlarga hammasiga uyini shanba kuni ichib o'tdiqlikka. Endi bu bayonlarni nereden aldık desek, bu bayonlarni Amerika'nın Urumchida turishliq konsuli Pokistonning xonimining bir eslamasi bor. Hozir Amerika'nın Yale universitetidagi kutubxonasida saqlanayotdi. Shu xonimning eslamasida mushu Muhammad Emin Bug'roning uyiga ta'tilab borganligi ko'rishib Amina Bug'ro bilan ko'rishganligi, undan keyin uyiga bundoq nazar tashlasa, bu Bug'roning uyining yaslashini tatib hammasi mavi ili tarafdan kelganlarga o'xshamaydiganligi. Yana ili tarafdan kelgan Ahmadjon Qosimi, Raimjon Sabiraji, Abdukarim Abbasov, Sayriddin Aziz deganlarning uyida butunlay Rossiyadan kirilgan kampitlar, tatliq durumlar,
Onun degan Roschi Poson yasalgan uyning nimasi. Diplomat ayoli bo'lg'achqa bek diqqat qilibdi ekan. Ama Muhammed Emin Buğra'nın öyi kirse aladın tüpten pərəxlandıraydı. Tamğa giləm esilgan Uygurlarının ənənəvi öy yasaş usulü bilen Türkiye'nin zamanevi modern öy yasaş usulunu birleştirgen dep təsvirləydi. Onun dekin közü kitapçasıga düşken. İçine qarsa bir qancha yaş bala kitap okup otağın bula kim degan dekin yaşlar her günü şembe yekşembe günü bizim öyümüz gidip ma kitaplarını okup alıdı. Biz şununla içip bədik dep kütüpxanasını. Demek yani bu küçük bir misal. Ama bu küçük misal nemeni düşündürdü diye vakitte şu vakit ki közü görüngen yaşlardan mesela Abdurrahim Ötkür, Çingizhan Damullam, Hacı Yakup Anat, İbrahim Muti, onundaki ülke tarihini yazgan Polat Kadri. Qatarlıq yaşlar bu yeni şu vakitte yetilayotgan yaşlar. Bular mesela Polat Kadri'nin ülke tarihi qarasanda şu vakitteydi bizim kolumuzda okuyduğun Şinjan Gesti ve Semmin Joyi yani Gomindang'ın Sunjongşan'ın 3 meslekten başka kitaptan başka bizim yaşlarımız kitapta şu kadar çanqap ketken ki bu 3 efendiler kelgendekin bularning bu Türkiye'den dünyanın hem yerlerinden yıkan kitaplarını görüp közümüz parlap ketdi deydi. Közümüz parlap ketdi. Dep Ürümçilikin bu yaşlarının bilimgi tədbir etgan yaşlarının közünü etişte Buğra'nın bu cəhətdə oynayan rolü intayin mühim. Hem de misal tariqisi eysaq, mayada mesela şu vaxtki yaş şairlardan Abdurrahim Ötkür. Abdurrahim Ötkür'ün bütkül hayatıda yazgan şeirlerindeki en eğirliğini muşu 45 yıldan 49 bolgan 5 yıl jarayonida çıkargan iki toplam var. Birisi Tarım boyları, yani birisi Yürek muğları. Her ikisi birisi Lanzhou'da besilgan, yani birisi Nanjing'da besilgan. Nemişqa bu iki kitap işkirde besildi dese, bu Yürek muğları tıqı neşri tayyorlanayotgan vaqtda Ürümçide nurgun yaşlar türmede. İli tarafdagi Manas boyuğu kemigen, Ötkür Efendi 45 yılın 5'ida türmeden çıkıp, Kumulga kelgendekin bunun haberini bu Lanzhou'da durup, Muhammed Emin Buğra, İsa Efendiler hemiz bilgikken, bularning adamlar bakken bizim vatanga kirgizip turduğan ticaretçi o bu şekilde. Şunun bilen bular bu Xotanga tuqqan yo'qlashga mangan Amina Buğra orqali Ötkür Efendiga bir xat chiqarganda, chiqirib tezdan shu nimaga Lanzhouga kel, chunki bizning qo'limizda bir men jurnal bor. Hozir vatanning ishini intayin jiddiy. Biz tashviqot elib berishimiz kerak. Buning uchun jurnal chiqaramiz. 6 oy jurnalni ishlashga yoshlar lozim. Şunun bilen Ötkür Efendi nimaga Lanzhouga borgan. Lanzhouga berib, Buğra'nın işini yeniltip Altay jurnalının mas'ul muharrirligini öz üstüge gelip bu jurnalni nashr qilishga boshlagan. Shu jarayonda vatan millat temisidagi intayin yalqulliq she'rlarni yozib, bu she'rlari shu ishkirda nashr qilingan. Demek Abdurrahim Ötkür'ün yetilishidimi Buğra'nın şu vaqtga ko'rsatgan ta'siri bor. Endi bu yerda ko'rayotganinglar 2 yosh bor, birisi Polat Kadri, yana birisi Qurban Quday. Polat Kadri'ni balkim ko'pinchanglar bilsizlar, keyin İsa Efendi Buğralar bilan birga Türkiye'ye kelib, Türkiye'de 70-yilda kasal sebebiyle vafot bo'ldi. Şu vaqtda 40-yillarda Uyg'ur yoshlari ichidagi intayin energiyasi yuqori, o'zimi nayt bilimga intilib turgan bir yosh, Buğra'nın ta'siri bilan tarixchilik sohasiga kirib, shu vaqtda o'lka tarixi qatorliq bir qism kitoblarni yozib Ürümchida nashr qildirgan. Endi Qurban Qudayga kelsak, Qurban Quday bizning tariximizga so'zlanmadi. Aslında bu şahsın hayatını mı ayrım bir tədqiqat temisi qilib izleniş gerek. Çünkü Qurban Quday 1930 yıllarda Türkiye'ye gelip, Türkiye'de üniversite püttürgenden keyin resmi arxivlarda barken, şu Anadolu'nun işki kısmındaki bir mektepke o'qituvchilik taqsim qilingan. Taqsim qilingandan bu 40 yillarda ileri inqilab bo'lib, ma'u 3 efendiler Ürümchiga kelib, Ürümchining vaziyatida vatanning taqdirida jiddiy bir o'zgarish bo'lganligini anglab, bu Türkiye'deki ishini tashlab, ishkir orqali ma'u bizning vatanga borgan. Vatanga borgandan bu efendilarning atrofida nayt yaqin hamkorlashib, hatto bular qaraganda bu Qurban Qudayning Sovet ittifoqiga kommunizmga bo'lgan qarshiligi intayin qattiq bo'lgan. Hatta bazı vakitte bu Muhammed Emin Buğra'mı Qurban Qudayni besip turgan, to'xta o'zingni besib al deb. Çünkü Qurban Quday Ürümchiga berib o'z oldiga yalqin deydigan bir gazet chiqarib, gazetda ochiq oshkora birisi Sovet ittifoqi bilan,
Hatto ili tarafning ichidagi kommunizm yoqlaydigan bir qism odamlarga bu qarshi maqola, xabarlarni yozib tirkashgan. Buning bilan o'z vaqtidagi Sovet ittifoqining nazarida Qurbon Xudoy intayin xatarli bir shaxsga aylangan. Qurbon Xudoy 47-48 atrofida ulusal tariximizning ana xatlari deydigan bir tarixchi. Yani derslik kitabını yazıp çıkıp şu vaqtdagi Ürümchidagi maktablarda Uyg'ur o'quvchilarining tarix darsida foydalanish materiali qilgan. Ürümchida besilgan bu kitobi hozirgacha bu kitob to'g'rilikmi jiq tadqiqot bo'lmadi. Shunga bu yosh tarixchilarning yetilishida bu Muhammad Emin Bug'raning ko'rsatgan ta'siri nihoyatda zo'r. Uningdan bu yerda ko'rayotganinglar birisi Chingizxon Damollam, yana birisi Ibrohim Muti. Chingizxon Damollam bilinanadek Misrdagi Al-Azhar universitetida o'qib, arabchasini ayt yaxshi, Uyg'ur tilining grammatikasi haqida tunji qatim kitob yozgan, arabcha kitob yozgan kishi. Uningdan shariat sohasida mo boshqa sohalarda mo asarlari bor, Qalbi Osiyo qatorliq asarlari bor, yaqindan ham Uyg'urcha chiqibdi. Ibrohim Muti bo'lsa shu yillarda uch apandilar atrofidagi tilchi, yana yosh yetilib chiqqan tilchilardan. Til jihatda hamkorlashgan 40-yillarda yana şu vaqtdagi Türk Uyg'ur tili deb şu vaqtda. Buning uchun ayrim bir elifba tuzib chiqib, bu elifbaning alayligini nima desa, Sovet ittifoqi Uyg'urlar uchun tuzib bergan elifbaga butunlay qarshi holda Sovet ittifoqi imloni buzdi. Ikkinchisi Uyg'ur tilining ma'lum Turkiy o'rtaq tili yoki Chag'atay tili degan tildan kelayotgan Turkiy adabiy tilining o'rtaq normasini Sovet ittifoqi buzdi. Chunki Sovet ittifoqining g'arzi Turkiy millatini parchalab, Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek deb bilan ayrim millat shakllantirib, har birisining tilining o'rtasida tam paydo qilib, bularni o'zaro tushunmas qilib o'tish. Shuning uchun buni bilgan bu uch apandilar Ürümchida 40-yillarda bir til imlo inqilobi qo'zg'agan. Ya'ni tilimizning imlosini İsmail G'asparani davridagi jadidchilikdan keyin shakllangan o'rtaq Turkiy adabiy tili. Bu o'rtaq Turkiy adabiy tilini bir Qozonlik, bir İstanbullik, bir Buxorolik, bir Qashqarlik odam o'qisa o'xshash tushunolmaydi. Garchi ular o'xshaman shivida, o'xshaman dialektlarda so'zlashsa-mu, ammo adabiy til o'rtaq. Mushu imlo qaytarmamizda bir imlo inqilobi bo'lgan. Bu elifba kitoblar shularning mas'uli. Uningdan kaynab turgan bu 3-4 yosh bor shu vaqtda birisi Abdullah Timan. Abdullah Timan texma 2 yilning oldin Tayvanda 102 yoshida vafot bo'ldi. 49 millat Xitoy bilan birga Tayvanga berib, Tayvan parlamentida uzun yil shu yerda nima qildi? Xizmat qildi. Ammo 40-yillarda bu uch apandilar atrofida nihoyatda jangovar bir yosh sifatida nima ishlagan. Xabar Temur. Xabar Temurni bilsizlar, keyingi zamonlarda bir muncha tarixiy asarlarni Molla Zaydin yozdi, Abduxoliq Uyg'urni yozdi. Şinjan tarix materiallarida nurg'un asarlarni chiqardi. Bu Xabar Temurmi 40-yillarda mush uch apandilar atrofida xizmat qilgan, yetishib chiqqan yoshlarning biri. Uningdan Abdullah Noman, Mavi Hoji Yaqubni bilsizlar, oxirgi davr hayotining oxirgi yillarida Turkiyaga kelib, Turkiyada olamdan o'tdi. Demak, bularning hammasi shoirlar, yozarlar, nashriyatchilar, matbuotchilar. Bularning yetilishida bu o'z davrida uch apandilar bo'libmi, Bug'ra ayt cho'nqur ta'sir ko'rsatgan. Uningdan Muhammad Emin Bug'ra qatorliq kishilar bu Ürümchiga qaytib kelgandan keyin Altay nashriyati degan bir nashriyatni qurgan. Xuddi bu yerda Istanbulda nurg'un nashriyatlarimiz qurildi. Hozir bu binoning ichida bu masalan nashriyatning tarmoqlari bor endi. Demak, 40-yillarda bu bizning sarxillarimiz oldi bilan nashriyat matbuotning millatimizni uyg'otishdagi bir rolni cho'nqur to'nib yetkazgan. Bular oldi bilan bu nashriyatchilik ishini boshlagan. Endi bu Altay nashriyati deganda mundaq bir o'yini ichib olgan bir nashriyat emas. Bu Bug'raning xotirasiga qarag'an vaqtda bular asli Ürümchiga qaytib bu bitimdan keyingi bu yangi bir vaziyatda bu imkoniyat yaratildi, siyosat sal bo'shidi. Shunga bir Turkiston Milliy partiyasi qurish xiyoli bo'lgan bularning, bu o'y bo'lgan. Halbuki Turkiston Milliy partiyasi qurish o'z vaqtidagi millatchi Xitoyni emas, ma tarafdagi qo'shnimiz Sovet ittifoqini bearam qildiganligi. Bundaq bir partiyaning qurilishiga har ikki tarafning qarshi turganligini nihoyat aniq bilgachga Altay nashriyati degan nomda nashriyatni qurib, amaliyotda Altay nashriyati Turkiston Milliy partiyasining nomida bu harakatni olib bordi. Ya'ni Turkiston Milliy partiyasi yer ostida xizmat qiladi. Altay nashriyati ko'ringan yuzi.
Bu bir roli. İkinci roli Altay Nəşriyyatı özünün Nəşriyyat degan namı xas birisi Altay jurnal çıkardı. İkincisi qararlik toplam çıkarıp nəşr qilgan. Üçüncüsü eng mühim bir narsa Ərik gezdi. Çünkü o vaqtda sizlar bilsizlar hozir kommunist Xitoyda bir shaxslar chiqaradigan gazet yo'q. Ammo 40 yillarda Ərik gezdi hech qaysi hukumat tarmog'iga bo'ysunadigan gazet emas. Yana mustaqil bir gazet. Altay Nəşriyyatı təvəssüt chiqqan. Şuna Ərik gezitining 46dan toki 49 nəşrdan to'xtovchi bo'lgan 3 yil jarayonidagi butkul to'plamlar qarab chiqsanglar, Ərik gezitining til imlosi men boy degan o'rtaq Türkiye edebiyat tilining imlosi ichidagi. Bugün Türkiye Türklerimi okusu düşünələrlə işçilikə nurgun nəsini. Onun dekin işçilikə söz terminladı mı Türkiye Türkçesine ilinğən nurgun nəslər var, bütün Türkiye tilləri ortaq olan amillər var. İkincisi, Ərik gezisindeki baş titolda sizlər görgəndək, nəhayət eniq bunun şuarı. Nəhayət eniq. Yəni milletimiz Türk, dinimiz İslam, yurtumuz Türkistan degan bu şuar nəhayət eniq. Bunundan da bu Ərik gezisinin bu mövqəsini, məfkurusunu nəhayət eniq bilib ağıl buldu. Onun için Altay Nəşriyyat qarmağıda xuddi bugün biz bu yerdə sizlər bilan fikir ortaqlığı elib beriyotqanimizdək dərnək namı bir ilmi munbar qurub Ürümçide her 2 ayda bir qıtım muşundaq cemaat yığılıp qiziqqan yoshlar, her sahadaki adamlar yığılıp mesela bir qıtım da tarix leksiyasi, yeni bir qıtım da edebiyat, yeni bir qıtım da meditsina, tibabet, yeni bir qıtım da medeniyet degandek cemi şu dernek kurulup bir yılın içinde 22 meydan dernek faaliyeti ötküzülgen. Bunun hem tepsilatı var şu vakitteki nemede. Bularning içinde hatta Buğra dernekte atom bombası hakkında leksiya bergen. Endi o'ylab bakınlar, Buğra atom bombası hakkında leksiya bergen vakitte dünyada fakat Amerika'dan qo'lida atom bombası batdı. Sovet İttifaqı yasayamagan. Onun üstüge Uygurlar atom bombasının fakat partlatquchi bir quvvatga ega g'oyat zo'r bir qurol ekanligini bilsimi, ammo atom bombası qanday yasaldi? Bu atom haqida insonlar qanday izlangan? Hatta bu felsefedeki atomның ma'nosi nima degan shu leksiyasida tafsilot bersanglar, nihoyat oddiy til bilan xalqqa atom so'zining ma'nosi, atom energiyasining uqumlarini nihoyat yaxshi tushuntirgan. Keyin bu bergan leksiyasi Ərik gezitida to'liq teksti bilan e'lon qilingan. Demak, bu yer so'zimizni yig'sak, Altay Nəşriyyatı yolg'iz bir nashriyat emas, o'z tarkibida nihoyat ko'p xil shakldagi faoliyatlarni birga elib mangan. Endi onun keyingi bularning yana bir ko'rsatgan tirishchanligi birisi turklik milliy kimlik, yana birisi Turkistondan iborat bu vatanning kimligi. Mushu ikki kimlik uchun 45dan 49gacha vatandan ayrilgacha bo'lgan aralıqda bular o'zining barliq imkoniyatlari bilan tirishchanlik ko'rsatgan. Elbette Türklük kimligi bilan Türkiston kimligi, vatan kimligi 30-yillardagi milliy inqilobdan boshlab o'ttirg'i chiqqan bo'lsa-mu, ammo 40-yillarga kelganda, ya'ni Shinsay davrida bu butunlay pastgo'yga tushirildi, besildi. 40-yillarda qaytadan bu uch apandilar buni ko'tarib chiqdi. Endi bunun texmi tigini sürüştürsek, 30-yillarda dastlabda Eysa Apandi bardı o Xitoyning ishki o'lkalarga. Undan keyin Mas'ud Sabir bardı, eng oxirida 43-yili Muhammad Emin Buğra bardı. Endi bularning bayman degandek ishkirdi qilgan asos mashg'uloti siyosiy kurash. Siyosiy kurash asosan qalam bilan bo'lganligi uchun bular gazet jurnal nashr qilish, undan keyin bu nashr qilingan gazet jurnallar vatan ichiga kirishi qiyin bo'lganligi uchun bu davoni Xitoy bilan qilayotganligi uchun Xitoyga Sharqiy Turkistonliklarning nimani xohlaydiganligini, nimani istaydiganligini bildirish kerak. Bu intayin muhim tema. Çünkü vatanni boshqa bir millatning İngilizdan yoki Rusdan boshqaning qo'lidan emas, Xitoyning qo'lidan olamiz. Shuning uchun Xitoy xalqiga, Xitoy hukumatiga Uyg'ur xalqining, Sharqiy Turkiston xalqining irodasini bildiramiz degan bu narsa bo'lganligi uchun bular Xitoycha, Uyg'urcha qo'sh tilda shu gazet jurnallarni nashr qilib, ishkidagi faoliyatida bularni nuqtliq o'ttirib chiqargan. Bayman deb o'tgan Gomindangning danglik tarixchisi Li Dongfang bilan Buğra o'ttirsidagi qalam ko'rishning jarayonlari bular Xitoychisi shu vaqtdagi markaz gazetida chiqqan. Buning tafsilotlarini bayda o'tdim, takrorlamay. Undan keyin mayada yana bir ta'kidlash tegishli bir nuqta 45-yili, ya'ni 3 apandim
Xitoy markazidan Sharqiy Turkiston qaytish oldida ilida inqilob bo'lib, bizning vatanning iqtisodi nihoyat egiz pastga bo'lgan, shunga Gomindang hukumatı Chongqingda pul bosadigan zavodda tezdan pul besib, Sharqiy Turkistonning bu qalaymaqan bo'lgan iqtisodini o'ngshash. Ikkinchisi tezdan bular davatgan bu Şinjan meselesini hal qilish o'tirg'i chiqqandan keyin bular pul bostirgan. Pul bastırıp, onun aldığındaki pullarda Uygurçını yezishi natayin ama ilide inqilab chiqqanligi uchun xalqqa texin bir yaxshi ko'rinmas deb uçaqda Xitoy markazida bu shu Uchapanda uning atrofida bir qancha odam bo'lganligi uchun pulning Uyg'urchasini yozsanglar deb. Albatta Xitoychalar Şinjan degan gap bor. Alloh bergandan keyin Uyg'urcha qismini bular yeziblar Chini Turkistonda o'tadir. Mana nimaga qarasanglar, $100, $50 pul. Bu pul bakchiq besilgan. Ürümchiga 4 aeroplanda to'shib berildi. Rasmiy taqidlab 4 soat o'g'anda Gomindangning istixboroti xabar tepib, pulning keyinda Turkiston degan gap bor ekan emasmi? Biz ma'ni yo'qitimiz, ma'ni to'saymiz deb olsaqmi, o'zimiz bosgan pulda bu ketib qopti. Deb daral mushu pul taqitish tarixida pul taqidilib 4 soatdan keyin yig'ilingan bir rekordni yaratgan tarixda. Bu pul voqeasi. Undan keyin buning bilan qolmay bu 47-yilda Mas'ud Sabiri rasmiy o'lkaning raisligiga tayinlanib, 3 apandilar huquq markaziga chiqqandan keyin o'z davridagi Şinjan o'lkalik bir narsa, Şinjan o'lkalik palonchi narsa deganlarning hammasini asta-asta uqtirmasdan gazetda, undan keyin o'zlarining qo'l tutayotgan tamg'ining Uyg'urchasida bularning nomlarini o'zgartib hammasini Turkistonga o'tgan bular. Masalan, Urumchidagi Uyg'ur madaniy oqartish o'lkalik Uyg'ur madaniy oqartish bosh uyushmasi. Bu uyushmaning tamg'isini 48-yilga kelganda jimjitlar oldi bilan Uyg'urchasini o'zgartib, keyin buni Uyg'urcha bilgan Xitoylar tuyib qolgan buni. Mayaqdagi Xitoycha xotira shu vaqtdagi xalq ishlari nazoratining noziri Wang Zhongshan deydigan bir tungan bor. Bu tungan aslida Uyg'urcha bildi ekan, qarasa tamg'alar o'zgarib ketib qolgan. Gazetdagi Şinjan degan nomlar Turkistonga o'zgarib o'tgan. Shuning bilan xotirasiga yezib buni ma'lum qilgan. Men uqmadim, tuyuqsizda bu nerdan bu tasdiq geldi, bular o'zgartib bu narsani. Deb bu hayronligini men xotirasiga yezib qoldirib ekan. Onun keyingi bu Erik gezdi shu vaqtdagi Şinjan gezdidan e'lingan maqolalar qarsanglar, bu yerda masalan shu vaqtdagi qisqartirma qaranglar. CTA. Ya'ni xabar agentligi shu vaqtdagi hozir Xinhua o'birab Xitoycha ismda Chini Turkiston ajansi. Yana shu vaqtdagi bütün Erik gezdining xabarini taqitadigan agentlik sifatida buni yarg'i qisqartmay ochiq yozsa bilinib qoldi deb oldi bilan 3 qisqartma so'zi bilan qisqartib, buning Chini Turkiston ajansi. Yana agentlikning ismini shakliga kelgan. Undan tadrijalda ismini almashtirgan. Shu vaqtdagi Erik gezdiniki batlarni varaqlaganda masalan Chini Turkiston ajansi, Chin Turkiston o'lkalik axborot, Chin Turkiston til okuli, yani maktabda o'tadi. Chin Turkiston o'lkalik mol nasllantirish idorasi va hokazolar. Bularning ismlarini hammasini bular o'zgartib, gazet jurnal matbuotlarda chiqarishga boshlagan shu mezgilda. Undan keyin bu yerda texmo hamda buni matbuot yuzidan Uyg'urlar yozayotgan xat, vaziqa, hujjat, gazet jurnallardan boshqa buni qonunlashtirish uchun bular tirishchilik ko'rsatib 48-yilda Nanjangda Gomindaxuy, ya'ni Gomindangning shu mamlakatlik xalq qurultiyi hozirgi xuddi kommunist Xitoy ichayotgan yig'inlardek. Hozirmi barda 1000 odamdan apurdi, hammasi shu Qizil Xitoyning gapini qilib keldi. Lekin shu vaqtda 48-yildagi qurultayga qatnashgan 18 odamga qarasanglar, bu 18 odamning ichida asosan apandilar o'zim borman, butunlay o't yurak yoshlarni avatgan. Masalan, shularning ichida Qurban Xudoy bor, ash vakillarning ichida. Abdurim O'tkir bor, Hoji Yaqub bor, Ibrohim Mutiyev shu vaqtda borganlarning ichida. Endi bular qurultayga borgandan keyin o'zaro maslahatlashib, ikki loyihani Gomindangning cho'ng qurultayida taklif loyihasini o'tirib qo'yib, Ibrohim Mutiyev Gomindang hukumati chegara rayonlar uchun mangulik siyosat, ya'ni yuksak avtonomiyaga va'da qilgan mangulik siyosat chiqarish kerak deb qurultayga kelgan Tibetlar Mo'ng'ullarni harakatlantirib, jami 27 kishiga imzo qo'ydirib, Gomindang qurultayining ijroiya komitetida usulgan buni. Endi mayaqdagi yembir taklif loyihasini o'tkir apandi boy deganimizdek
Шинжаң деген bu la'natli nomning o'rniga Turkiston degan nomni qo'llanishga ruxsat qilinsin yoki bunga tasdiq bersin deb bunga bir munchalik misol keltirgan. Masalan, Xitoylar biz Qashqar deymiz. Bu Qashqar degan tarixdan qolgan ism. Holbuki buni Xitoylar deyolmaganligi uchun buni qarshi deydi. Mayli Xitoylar unda qarshi deyaversin, ammo Uyg'urchada biz cho'qim uni o'zimizning tilda olmaymiz. Şuna Şinjan degan nomning o'rniga rasmiy Turkiston degan nomni qonunlashtirib bersa deb 25 odamning imzosi bilan ikki taklif loyihasini Gomindanning shu qurultoyiga sungan. Ma'bu nimaga qarasana shu ikki taklif loyihasining Gomindan arxividagi asl nusxasi. Yana Mayaqtikisi o'tkir apandi so'zlab o'tdi. Yana birisi ma'bu Ibrohim Mutti. Bular boshchilik qilgan taklif loyihasi. Ham bu qurultoy icraiya komitetiga sunulgandan keyin qurultoyning icraiya komitetida odatda 20 dan oshgandan keyin bular muzokara qildi ekan. Muzokara qilish jarayonida chegara rayonlar uchun mangulik yuksak avtonomiya masalasini biz o'ylashimiz, ammo bu vaqt lozim bizga. Hozir kommunist Xitoylar bilan urush qilyapmiz. Biz to'liq Xitoyning birligini qo'lga keltirgandan keyin buni ishga oshiramiz deb qurultoyda bu shaklda buningga javob bergan. Endi nimani Turkiston degan nom masalasi kelsa, bular yana diplomatik usul qo'llanib, bo'ladi, bu masalani hal qilishga bo'ladi. Lekin bu qonuniy hujjatlarda, masalan, o'lkalik hukumat chiqargan barliq hujjatlarda bu yana Şinjan deb yozilsin, ammo uning Uyg'urchasini Turkiston desa mayli deb bir qadam oldiga tashlaydi. Uyg'urchani Turkistondanglar, lekin Xitoychisini biz yana Şinjan desak degan narsa bilan. Şuna bu qurultoy oxirlashgandan keyin Şinjan gezisining 48-yillik 171-sonda bu to'g'riliq tafsili nima berilgan. Mana o'qisanglar Turkiston oldiga Chini degan so'zning qo'shilib ilinishini. Uningki sharti bor taxi. Uyg'urchasiga Turkiston desanglar oldiga cho'qim Chini qo'shilsin. Yana Xitoyga tabiatligini oyada bildirishni oldingi shart qilyotdi. Demak, endi bu yerda bu Xitoylar shu darajada qo'rqib ketgan Turkiston atalg'usi mushundaq tirishchanliklar orqali Xitoyning qurultoyiga sunilib, Uyg'urchasini qo'llanishga ruxsat berilishini iborat bir qadamni tashlagan endi bu yo'llar bilan. Demak, bu yo'llanma oson bo'lmadi shu mezgildagi. Endi bu ahvol bo'lgandan keyin bu ili taraf, ya'ni 47-yili bu o'lkalik birlashma hukumat degan hukumat buzilib, ili tarafdan kelgan inqilobchilar orqadan ili qaytib ketdi. Chunki betim amillashmadi, Gomindan nurg'un ishlarni buzdi. Undan keyin Aqsu bilan Qashqarda milliy armiya turg'izimiz degandan keyin buningga kirgizmadi. Milliy armiyaning butun ta'minotini asli markaziy hukumat beradi deyilgan bo'lsa, 1 yillik pul milliy armiyaga berilmagan. Unda bo'lgandan keyin milliy armiyami bularning gapini anglamadi. 3 viloyatni yana mustaqil holda tutib turdi. Garchi nomda Sharqiy Turkiston Jumhuriyati taqdirli degan bo'lsa-mu, ammo xuddi Jang Jijonning aslimida yozilgandek ilida yana ay yulduzliq Sharqiy Turkiston bayrog'i lapildab turdi. Milliy armiyaning pogollarida hammasida Sharqiy Turkistonning belgilari bor. Bular yana o'zi kontrol qilib mustaqil holda turdi deydi oyada. Shunga ili taraf bu 48-yildagi Gominda quyida bu Turkiston masalasi haqida bu o'tirg'a chiqqandan keyin ili taraf bu Chini Turkiston deganga qat'iy qarshi turgan bo'lar. Demak, oldiga Chini qo'shilishning o'zi yana bu taslimchilik biz nima uchun qanot buzdik deb Ahmadjonning yozgan maqolasi bor. Yana bir qatam Sharqiy Turkiston to'g'riliq deb shu mezgilda. Yana Urumchidagi barliq gazetlarda eg'izdan ko'pik chiqarib Chini Turkiston bo'ldik, o'lka nomini biz o'zgartdik bu davotdi, lekin bu o'zgarish bilan xalqimizga qanchalik bir manfaat keldi. Xalqimizga berilgan milliy manfaat nomdimi yoki amaliy huquqdimi deb bu maqolani o'qishni tavsiya qilaman. Bu maqolda buningga qarshi inkos qo'zg'algan shu vaqtda. Undan keyin Inqilobiy Sharqiy Turkiston ilida chiqayotgan Inqilobiy Sharqiy Turkiston gazetidami maxsus maqola e'lon qilinib, uningda deyilgan, ya'ni Chini Turkiston degan bu nom jo'grafiyalik atalg'i emas. Bu faqat bir taslimchilikniki belgisi. Chunki oldiga garchi Turkiston bo'lsa-mu, oldiga Chini qo'shilgandan keyin yana Xitoyga tabiatligining bir ifodasi, bu ilqi sunniy yasalgan bir nom degan tariqada buningga qarshi bir harakat qo'zg'algan. Demak, bu yerda hamda ili tarafning bu talab qildig'ini, apandilarning talab qildig'ini bularning o'xshamagan yo'l tutgan. Yana apandilar millatchilik, turk millatchiligi
mafkurasi orqali Sharqi Turkistonning oxirgi mustaqillik yo'li, yana oldi bilan yuksak avtonomiya, undan keyin buni qo'lga keltirgandan keyin sharoit pishib bitilganda mustaqillik talab qilish. Endi ma ili tarafning bo'lsa, albatta bu inqilobning tub g'oyasi mustaqillik. Holbuki bu inqilob yarim yo'l to'xtab qoldi. Manas bo'yi to'xtab qoldi. Bu kelishimga keldi. 11 betimning tuzilishi bilan murassab bo'lindi. Sharqi Turkiston Jumhuriyati taqilishga majbur bo'ldi. Demek her iki taraf özüneki o'xshaman yo'l orqali tirishchanlik ko'rsatdi, ammo har ikkisining eng oxirgi nishon bir yana. Şuna bir yerda bir millatning ichida kurashning ma'lum bir jarayonlarida fikrlar o'xshamaydi, mafkura o'xshamaydi, tutgan yo'l o'xshamaydi. Ammo bu insonlarimizning eng oxirgi maqsad nishoni yanla vatanning birligidan iborat bu nuqtada kesishidi bularning. Şun bu nuqtalarni albatta o'ylash kerak. Onun degan bu yerda yana bir ta'kidlab o'tadigan bir nuqta 48-yili yana Xitoy markazi Nanjingda Xitoycha Xinjiang madaniyati, yana Uyg'urcha Turkiston madaniyati deydigan bir jurnal nashr qilingan. Bu jurnal Xitoycha, Uyg'urcha ikki xil tilda chiqqan. Mushu jurnalda Muhammad Emin Bug'raning o'tmishda va bugungi Turkiston deydigan bir Xitoycha maqolasi. Bu maqola nihoyatda muhim maqola. Hozir qadar bu Bug'raning hayotida jiq tilga edilmadi. Bu maqolda 5 xil mavzu orqali Sharqi Turkistonning masalasi duch kelayotgan tüp mahiyetlik 5 masalani o'tirib qo'ygan. Yana birisi shak shubhasizki Sharqi Turkistonda yashagan xalqlar turklardir. Turklarning ana vatanidir Sharqi Turkiston. İkincisi nima deydi desam, keyingi mezgillarda Yevropa tarixchilari ko'pincha buni dastlab o'tirib chiqargan. Bu 840-yili bu Uyg'ur xalqi yemirilib, Uyg'urlar ko'chib kelishdan ilgari tarix muatsida Aryan deydigan Hindi Yevropa til sistemida so'zlashadigan Yevropa irqidagi xalqlar yashagan. Bularning turklar bilan Uyg'urlar bilan munosabati yo'q. U bu bir mezgil Yevropa tarixshunosligida bunday bir qarash bo'lgan. Keyin bular Ruslar orqali Xitoylar o'tib, shunga Xitoylarda 840 dan ilgari Xinjiangda Uyg'ur yo'qdi. Biz batda yo'q degan narsani shu asosda ko'tarib chiqqan. Shunga bu yerda Bug'ra Aryan Yevropada tarixshunoslar Aryan degan deb atalgan bu xalq amaliyotda bular boshqa bir xalq emas, turkiy xalqlarning bir tarmig'i bular. Biz azaldan Turkiston tuproqlarida yashagan, Urxun Uyg'ur davlati qurilganda Turkiston tuproqlaridagi bu xalqlarmi Turk Uyg'ur edi shu vaqtda. Bizning bir qismimizdi. Shuning uchun xalq yemirilgandan keyin o'zimizning tuproqqa qaytib keldik, biz yat-yaga bormadik deydi bu yerda. Shunga Aryan deganda turklarning bir tarkibiy qismi degan bir narsani o'tirib qo'ydi. Uchinchisi men boy degandek 840 nazariyasini Bug'ra shu vaqtda og'dirgan bu maqolasida. Undan keyin nüfus meselesi. Bu Sharqi Turkistonning nüfus meselesida hozirga qadar hammamizning deydigani qaqshaydigani shu izchil holda Xitoyning bizni kontrol qilishdagi bir nuqtasi nüfusimizni ko'p ko'rsatmaslik. Mayli Gomindan Xitoy bo'lsin yoki millatchi Xitoy bo'lsin, bularning tutgan yo'li har zaman Uyg'urlarning yerli xalqning nüfusini pastga tushirib, xalqni oz ko'rsatib, xalqning o'ziga bo'lgan ishonchisini, ikkinchidan tashqi dunyodagi insonlarga bu munchalik haq ekan-ku deydigan turlik bir strategik o'yinlarni o'ynagan. Shunga shu zamonda millatchi Xitoylar bu Sharq Turkistonning nüfusini 4 milliondan 5 million atrofida debdigan maqolda deyishcha bu son xato. Bu son faqat Xitoy saqchi idoralarining to'liqsiz holdagi bergan ma'lumotlarga asosan chiqarilgan son. Bunga hargiz ishonishga bo'lmaydi. Amaliyotda Sharqi Turkiston nüfusi buningdan bir qanchasi ko'p degan bu nuqtani sharhlagan. 5-nuqta nima desa, 1758 yana Manjo Xitoylar Sharqi Turkistonda birinchi qatam isloh qilgandan buyangi 200 yillik Sharqi Turkistonning tarixi Xitoylar aytayotgandek bu Xitoy Uyg'urlarning ittifoqlik tarixi emas. Birga o'tgan tarix emas. Balki bu qon yoshga to'lgan, qonliq tarix, qonliq mujadil tarixi degan bir nuqta chiqargan. Shunga agar bu qonliq tarixni oxirlashtirish uchun Sharqi Turkiston xalqiga o'zining haqqi berilishi kerak. Haq berilmaganda qon to'kish to'xtamaydi. Endi qaranglar, mayada Gomindangning poytaxti Nanjingda chiqayotgan bir jurnalda Xitoylarning tilida e'lon qilingan bir maqola. Shunga buningdan shu davrdagi Bug'raning tarixchilik sohasida bo'pmi Xitoy o'qirmanlarga
Sharqiy Turkiston masalasini anglitishdiki bu unumni mushu maqoldan his qilib bo'ladi. Mayada yen bir ta'kidlaydigan bir nuqta bor, hammanglar balki bilsizlar. Bug'ra shuncha aldirashliq qarmay, bir tarixchi, bir din odami, bir inqilobchi bo'lishi qarmay, bug'ra o'z navbatida yana bir yozar, yana bir shoir, yana bir yozuvchi. Bu yerda Bug'raning Qutlug' Turkon degan mushu operasini teksti ma'vu qizi Fatima Bug'ra tarafidan 83-yili Istanbulda nashrga tayyorlanib ekan. Shuni tavsiya qilaman, bir o'qib baqsanglar. Bu bir opera sahna asarida qilgan bilan buningga intayin cho'nqur bir tarixiy tuyg'u, tarixiy mas'uliyatchanlik singdirilgan ekan. Bug'raning bu asardagi kirish so'zida deyishicha, men tarixni xalq eng yaxshi shaklda tushunadigan opera shakli bilan xalqqa bildirish yo'lini tanlab oldim deydi. Ya'ni tarixni agar tarixshunoslik yo'li bilan yozgan vaqtda jiqadam tushunmasligi mumkin. Agar buni bir adabiy asarga singdirib, sahna asari qilib yezib, uni sahnada qo'ygan vaqtda xalqqa beradigan ta'siri boshqacha bo'ldi. Şuna bu Qutlug' Turkon operasida Bug'ra 8-9 asrlardagi Urxun Uyg'ur davlatidagi shahzodlarni rasmiy bu operaning qahramoni qilib yoritdi. Urxun bilan Tarim vodisini, Samarqand, Buxorolar bilan Oltoy tog'larini, butkul Turkiston tuproqlarini mushu qahramonlar orqali tutashtirdi. Qarduqlar, Uyg'urlar, shu vaqtdagi Chigillar, butun turk qabilalaridan personajlar yaratib, bularni bir-biri bilan dialoglashtirdi. Hikoyaning asos qahramoni Uyg'ur xonligining shahzodasi bilan Kuchadagi, yana biz Kusan deb atgan, Kuchadagi Kucha xonining qizi o'tirsidagi muhabbat tasvirlandi. Bu yerda hozir tarixni o'ylasanglar, bu Kucha taraflardagi ming o'ylarni, bu buddizm ming o'ylari. Bular Uyg'urlar bilan munosabati yo'q. Burunqi Qandorlarning, burunqi To'xarlarniki nimasi deb bundaq bo'lishtirgan omil bor. Ammo bularni hamma ta'kidlab, bu Uyg'urlarning madaniyatining bir qismi. Ya'ni Urxun davlati bilan Kuchani ayirib bog'lab. Onun için bu drama yezilib chiqqandan keyin Urumchi sahnasida tunji qatam o'ynaldi, ostidagi gazetda berilgan xabar, Urumchi sahnasida qo'yilganda berilgan xabar. Opera qo'yilib shunda Urumchida bir hayajon qo'zg'agan. Xalq xuddi tarixni ko'rayotgandek, tarixni o'zining artistlari orqali o'zining milliy sahnasida ko'rdi. Ko'rib, o'zining tarixiga bo'lgan nihoyat cho'nqur bir bilim ham tushunishni shakllantirgan. Shunga bu yerda demoqchi bo'lganimiz, Bug'ra tarixni nuqul tarix yo'li bilan emas, balki adabiy asar yo'li bilan, she'r yo'li bilan, opera drama yo'li bilan xalqqa singdirishni o'ylagan. Ammo yoqda ikki rasm bor. Buddizm davridagi sizma rasmlar bilan, bu Xo'ja xonligi keyingi davrdagi. Buni nihoyat usluq bilan shu vaqtda Urumchida o'ynagan vaqtda bu Kuchadagi ming o'ylarning rasmlariga kiyimlar bor. Shu kiyimlarning usuli bilan shu vaqtda sahna o'ynalib ekan. Sahnaga chiqqan artistlar shu kiyimlarni kiyib o'ynagan bu dramani. Shunga 40-yillarning sharoitida sizlar tasavvur qilib beqinglar, Urumchi sahnalarida bundoq bir tarixiy dramaning o'ynalishi bu odatdagi bir ish bo'lmasi kerak. Undan keyin batga kelsak, bu vatanning, yana Turkiston kimligi haqidagi bu narsa bu yerda men Xitoycha chiqqan bir necha lug'atdagi nimalar so'z ko'rinib qoldi. Bu yerda Xitoylarning o'zining tuzgan lug'atidagi shu narsa orqali javob bergili bo'ldi. Ya'ni Manju xonligi mavjud davrda 1884 dan 1913 bo'lgan oralikda Xitoyda 4-5 degan Xitoycha, inglizcha lug'at nashr qilingan. İngilizce, Xitoycha lug'atning shu mazgildagi nimaga qarasanglar, Xinjiang degan xatga inglizcha nima deb yozdi desa, tushundirdi desa, koloniya deb tushundirgan. Yana mustamlika zamin, sumurilgan tuproq. Shunga keyingi davrda bugungi kunda Xinjiang degan nom chiqsa, Xitoylar qo'pib bu qaytarilgan koni tuproq. Onun mustamlika ma'nosi yo'q deb 57-yilda Qingdao yig'ini bo'lganda, Junlay o'tirga chiqib, Sayfullayib bu ilidan kelgan Uyg'ur vakillarni bularga nima cho'ng millatchilik qildi, panturkistlik qildi deb bularni tutishda shu Qingdao yig'ini bak muhim rol o'ynagan. Ashiyada shu Junlay ash so'zni o'tirib qo'ygan. Biz Xinjiang desak, sizlar hammalar terkislar amaliyotda Xinjiang deganda mustamlika ma'nosi yo'q deb o'zining so'zini o'zi boshqacha nuqtadan xato sharhlab xato uchur berib o'tdi. Amaliyotda Xitoyning o'zining tarix kitoblarida Xinjiang deganga besilingan zamin
mustamlika, sömürülgan tuproq degan shaklda buningga ta'bir berilgan lug'atlarda. Shunga bu nuqtani o'z davridagi uch apandilar nihoyat ching tutib olib, demak bu ismni yo'tkaysan, buni qabul qilmaydi bizning xalqimiz. Degandek shu vaqtdagi shoirlardan masalan Abdullah Timanning yozgan she'ri bor Turkiston qizi. Uningkin Ahmad Ziyoyning Turkiston qizi to'g'riliq. Bu Hoji Yaqubniki Turkiston madaniyatiga yozgan bir kirish so'zi bor. Uningda Turkiston kalimasi to'g'riliq nihoyat jiq to'xtaldi. O'tkir apandining boyman yozgan degan Tarim bo'ylari, yurak muңlari degan ikki she'rlar to'plamida butunlay Turkiston degan atalg'i bilan vatanning nomini, tarixini tilga olgan. Demak, 40-yillardagi bu zo'r qalam ko'rishida bizning odamlarimiz xili zo'r darajada kuch chiqargan. Hamda oxirida mayada yana bir mazmun bor, ya'ni Bug'roning yolg'iz tarix yozib qolmay, tarixga xiyonat qilganlarga qarshi elib borgan kurash mujodilasi. Ham biz boydab o'tdik, bu Burhan Shaydi Sovet ittifoqi yaxshi ko'rganligi uchun, yana Xitoylar yaxshi ko'rganligi uchun Bug'roning o'rniga muavin raislik qo'ygan shu vaqtda. Keyin 48-yilning oxiriga kelgan vaqtda bu uch apandilarning harakati Ürümchida nihoyat kuchayib ketib, bu Turkiston masalasi o'tirg'a chiqqandan keyin Xitoy hukumatı buni cho'nqur darajada his qilib, oxirida bu Burhan Shaydini chiqarishimiz kerak ekan deb Mas'ud apandini o'lka raisligidan elib, Burhan Shaydini o'lka raisligiga chiqardi. Ammo Burhan Shaydini o'lka rais qilsa, ko'p odamlarning qabul qilmaydiganligini Gomindan Xitoy biladi uni. Shuning uchun xalq himoya qilgan Muhammad Ibn Bug'roni shu zamonga kelganda undan muavin raislikka ko'tarib, xalqning ko'nglini tutmoqchi. Yana bir qatam balani hosil qilmoqchi. Halbuki Burhan Shaydi rais sansiga chiqmayla bu Xitoy markazdagi tarix safsatasini o'tirg'a chiqarib, Xinjiang 2000 yildan buyon Xitoyning ayrilmas bir qismi degan bu nazariyani bu Xinjiang shu vaqtga Shoyan deydi, Xinjiang institutiga borib o'quvchilarga so'zlagan. Endi shu vaqtda Muhammad Ibn Bug'ro 47-yili Xinjiang institutiga professorlik unvoni bilan taklif qilingan 10 odamning ichidagi birdan bir Uyg'ur. 9 Xitoyni ishgirdiga kelgan faqat Muhammad Ibn Bug'ro bor, tarix professori. Muhammad Ibn Bug'ro bu munbardan foydalanib har haftada vaqti chiqqanda 4 soat bo'lmasa 2 soatdan Xinjiang institutidagi Uyg'ur o'quvchilarga Turkiston tarixidan leksiya so'zlab, tarixni singdirgan. Ya'ni Turkiston 10 ming yillardan buyon bu yerda yashagan Turkiy xalqlarining ona vatani. Bu yerdagi butkul haqdorlik huquqi yerlik xalqqa mansub. Keyingi Xitoy, Tungan, Manjo, Shiva bu deganlar keyin ko'chib kelganlar, bularning belgilash huquqi yo'q degan narsani aniq o'tirib qo'ygan. Shuning bilan bu Gomindan istixbarotiga berib, oxirida Burhan Shaydi bu Muhammad Ibn Bug'ro panturkizmni tashviq qildi. Buning qarshi kurash qilmasak bo'lmaydi deb berib dars so'zlagandan keyin o'quvchilar savol so'ragan undan. Bug'ro kelib 10 ming yildan buyon bu bizning xalqimiz yashagan zamin davlatida sen nemishqa 2000 yildan buyon bu Xitoyning zamin deysan. Degandan keyin bu Burhan Shaydi qattiq cho'chib, shuning bilan Burhan Shaydi bilan Bug'ro o'tirsida bir maydon, yana bir qatamda qalam ko'rishi bo'ldi shu zamonda. Qalam ko'rish bo'lib, Bug'ro nihoyat ochiq qoldi. Xinjiangning 50 yili Burhan Shaydining Xinjiangning 50 yili degan kitobi qarasanglar, Bug'ro meni millatning xoin danglar debdi deb yozadi aningda o'quvchilarga. Demak, eng oxirida Bug'ro nihoyat ochiq qashqar o'tirib chiqqan gap oyada. Ammo oyada Muhammad Ibn Bug'ro 49-yili 9-oyning 6-kuni eng oxirgi qatam Burhan Shaydi yozgan bir parcha xati bor, o'zining qalami bilan. Vaqt. Chunki Burhan Shaydi rais bo'lgandan keyin o'tirg'a chiqib, mushu apandilar atrofida yetishib chiqqan Abdurim O'tkir, Hoji Yaqub deymiz, Po'lat Qodir deymiz, mushu bir yurish yoshlarni hammasini vazifasini elib, Xinjiang gezitidan yiroqlashtirib, hatto bu Qurbon Xudoy chiqargan Arik gezitidan taqab Mandaq bir ish qilgandan keyin bu nima Muhammad Ibn Bug'ro o'tirib chiqib, sen rais bo'lsang, men muavin raislik o'rni bilan, salohiyatim bilan o'tirib chiqib yoshlarni qo'g'dayman. Agar davomli mushundaq bo'lgan bo'lsa, buning oqibati yaxshi bo'lmaydi deb ochiq o'tirib chiqib Burhan Shaydi bilan tirkashgan bu vaqtda. Bu rasmlarni ko'ryapsizlar.
Birisi mayada bir rasm var, nimada Nanjingda tushgan rasm. Nanjingda Buran Shaydiniki kitobi qarasanglar, men Nanjingga borgan vaqtda Muhammad Emin Bug'ra vasitachilik qilib bir qatam meni Turkiya elchixonasiga chaqirdi mehmonga deydi. Men u yerga bordim, qarsam Amina Bug'ra turkchani sudak so'zlab, xuddi shu konsulxonaning egisidek sohibxon bo'lib bizni mehmon qilishga tirishdi. Bug'raning munosabati intayin yaqinkan, xuddi shu konsulxonaning odamidek. Halbuki men Bug'raning bu konsulxonaga ularning ziyofatini yeyish uchun emas, balki Muhammad Emin Bug'raning Turkiya bilan bo'lgan munosabatini bilib boqay deb bordim deb yozdi kitobga. Bir o'lka raisi bo'lgan odamniki og'izdan chiqayotgan gap. Undan keyin mayaqdiki bu Xitoycha nima qarasanglar Gomindan arxivlaridagi Buran Shayda to'g'riliq berilgan xarakter. Mana qarasanglar Xitoychada yoziqliq Buran nayt fursatchi, sovetparast. Onun için sunun ekşi qarab iş tutadigan yumaloq tavuz deymizmi? Aşağıda Ürümçidagi bizning Uyg'urlar orasida bir gap taqilib degan Buran Shaydiga qarta bu yumaloq tavuz. Chunki Yangzangshin davrida, Jinshorin davrida, Shingsay davrida, Gomindan davrida, Gongsandan davrida hamma davrida otilib, hamma davrida huquq tutdi. Hech bir davrda ko'ymadi. Shingsay davrida turmaga kirgan bo'lsa-mu, nurg'un insonlar hayotini bedel tölde, lekin o türbüdün hayat çıktı bu. Unda başka Uyghur halkının içinde bunu bir yumulaq tavuz diyen gap, hatta Gomindan'ın istihbaratlıqça berip, Buran Shaydining xarakteri üstü to'xtalganda ma gap chiqadi arxivdan. Ma rasmdagisi shu vaqtdagi bu Xinjiang institutining markaziy binosi, ya'ni Qizil bino, biz shu universitetga kelganda Qizil bino batdi. 30 yıllarda Urus'ta sağlanan bir tarihi bina, öz devrdeki bizim nurgun bilim adamlarımız, tanık şahıslarımızın hemmisi muş Qizil binada okup diken. Afsus ki 90 yılların ahırı deymen, şu çağda binanı çekip etti. Asli bu bizim vatandaki en âli bilim yurtunun bir simol karakterlik binasıydı. Lekin bunu çekip etti keyinki zamanlarda. Muşu binada ben şu Bug'ra leksiyalarını bergen. Onun için bu Bug'ra başçılardaki 3 efendilerinin şu vakitteki Türkçülük milli kimligi yoki Türkçülük asasındaki til imla inqilabı dedim. Bunun mənbəsi elbette şu vakitteki İsmail Gasparali başçılığında Qazanda başlanğan cədidçilik ve bunun təsirdə bütkül Türkistan topraklarına yayılğan, yani ictimai islahat, yani İslam asasıda cemiyetinin türlük taraflarını islah qilish, zamanga loyiqlashtirish, taraqqiyot bilan tanqidamda mengishdan iborat bu bir davr bir ijtimoiy islohot qo'zg'algan. Shunga buning ta'siri keyincha shu Bug'ra bo'lsin, uch apanlik noy cho'nqur ta'sir ko'rsatgan. Shunga bularning bu til imlo inqilobi amaliyotda jadidchilik davridagi til imlo inqilobining davomi deyishga bo'ldi. Onun için şu davrdagi ortak imla yaratish yo'lida mayli Bug'ra bo'lsin yoki Bug'raning atrofidagi yosh millatchilar bo'lsin, bularning shu davrda chiqargan kitob, gazet, jurnal, tashabbuslardan qisqacha ko'rinishlar, tafsilotini deb o'tamay. Hamda bu Ürümchilar bu 3 efendi başçılığında bu imla inqilobi boshlangandan keyin ilida yana bularga qarshi yana bir qatimliq bir qalam inqilobi bo'ldi. Chunki hamda ilidagi gazet jurnallarning imlosi bilan Ürümchida chiqayotgan gazet jurnallarning imlosida keskin farq bo'lgan. İli tarafdagilar Sovet ittifoqi tilshunoslari o'tirib qo'ygan imlo asosida, ya'ni ojizlashish, masalan so'zning tupi yo'qaydi. Masalan odam desak, uningga qo'shimcha qo'shilgandan keyin odamiy bo'lib, odamdagi ojizlashidi. Shunga Sovet ittifoqi tilshunoslari o'tirib qo'ygan narsa tildagi ojizlashish bo'lib, eg'izdan nima chiqsa shuni yozadigan imlo. Bu imloda so'zning tupi yo'qaydi. So'zning tupini, yiltizini tepish intayin tas bo'ldi. Ammo Ürümchidagi gazetlarning imlosida so'zning tupini, ana tomirini saqlash, qo'shimcha qo'shilgandan keyin so'zni ojizlashtirmaslik. Bu prinsipni yo'l qo'yib elib borgan imlo harakati. Shunga bu ikki guruh o'tirsida noyati keskin munozara bo'lib, mayada ikki maqolani ko'rsatib qo'ydim. Birisi Tuyg'un degan bir taxallusda
ilida chiqadigan ittifoq jurnalda afsona nazariya bilan tuyuq ko'chaga kirib qolgan olim deb. Bu yerda kimni deydi desa, albatta uch apandan demoqchi. Tuyuq yo'lga kirib qolgan olim deb. Ikkinchi maqolda hatto yana bir qadam ilgirlab bularni Sovet ittifoqining davlat ichidagi dushmanlarga ishlatadigan, ya'ni xalq dushmani degan atalg'ini ishlatgan xalq dushmanlarga setilmalarga o'lim deb. Demak, bu yerda Urumchi bilan Ili o'rtasida ikki o'xshamaydigan guruh, ammo o'xshash bir nishon qarab ketayotgan ikki guruh o'rtasidagi bu qalam ko'rishi. Albatta bu kurash bugun qadar bizda kevatidi. Ammo bugun ko'rilayotgan bo'lsa-mu, cho'qim nishonimiz yana o'rtaq bo'lsa bo'ladi. Endi bu yerda yana bir ta'kidlaydigan nuqta, ilidagi gazet jurnallarda maxsus siyosiy obzorlarlar e'lon qilinib qolmasdan, balki ilidagi yozuvchi shoirlarni harakatlantirib, Urumchidagi apandilarga qarshi adabiy jihatdagi bir kurash mujodilasini boshlagan. Masalan, sizlar bilinglarda Zulum Qodiri Uyg'ur adabiyotidagi bir danglik shaxs. G'uncham degan dramasi bor bilsizlar, mag'dur ketganda qatorliq hikoyalarni yozgan, qalbi intayin pishiq bir yozuvchi. Halbuki ili tarafning uyushtirishi bilan Zulum Qodiri 48-yilda Farmon deydigan bir hikoya yozib e'lon qilgan. Farmonda nima deydi desa, Urumchida Mas'ud Sabiri rais bo'lib, Arik Gesti, Shinjon Gestining imlolari turk adabiy imlosi qarab ketayotgandan keyin bu imlo amaliyotda Uyg'ur tilining imlosi emas, Uyg'ur xalqi buni tushunmaydi deb bu hikoyada buni mazoq qilib yozdi. Ya'ni o'lka raisi Mas'ud Sabirining nomida bir farmon tushirilgan. Her bir köylərin birdən boru toqub, nimaga akilsan deganda turkcha shaklda uni keltirib hikoyaga yozdi. Yozgandan bu tuvandagi dahollar buni uqamay, oxirida shahardan bir tarjimon tepib, tarjim qildirsa, bo'ri tutib kelinglar deydi deb tarjim qilganda, shuning bilan har birisi beshig' g'am tushib, bo'ri tutib raisning nimasiga opirdi. Opagan degan bu rais bo'ridan qo'rqib, noytilqi qiyin ahvol qolgan bir jarayon hamdi. Mundaqcha aytganda bu millatchi guruhdagi apandichilarni nima qilmoqchi, mazoq qilmoqchi hamdi. Hikoya. Demak, bu bir siyosiy kurashning adabiyot sohasiga o'tishi. Endi Nimshaytni bilsizlar. Nimshaytmi 45-yildagi milliy armiya Oqsuqqa tushganda milliy armiya qo'shilib, Iliga chekilib chiqqandan keyin gazet jurnallarda ishlagan noytanliq bir shoir. Shu davrda hatto Nimshaytmi shu ili tarafning uyushtirishi bilan uluschi apandilarga yoki imlochi apandilarga deb yozgan she'rlari bor. Bu imloyani biz tushunmaymiz bu sening. Bu panturchilikning imlosi bu degan mazmundamdi. She'rning o'zini o'qib o'tmay. Demak, bu kurash adabiy sohaga qadar kirib kelgan shu mezgilda. Hamda bu Urumchida bu Muhammad Emin Bug'rolar qo'zg'agan bu til imlo harakati ili tarafning emas, shu davrda Sovet ittifoqidan iborat bir darajadan tashqari bir cho'ng kuch. Bugun o'z davrida Amerika bilan put tirkashgan bir kuchning so'rab kirgan bu jidal mojaroga. Chunki agar Urumchidagi Uyg'ur tilining bu imlosi o'ttirg'i chiqib bu qiliplashsa, bu til imlo G'arbiy Turkistondagi Sovet ittifoqi buzayotgan xalqlarning tilini biz tarafga tortishi mumkin. Ya'ni o'rtaq bir turkiy tilning shakllanishi Sovet ittifoqi uchun bir tahdid deb qaragan. Shunga bular Urumchilar garchi 3 apanda va uning atrofida necha 10 millatchining qilayotgan ishi bo'lsa-mu, buningga bir davlat maxsus bir tashviqot mashinasi uyushtirib, Toshkentda Sharq haqiqati deydigan bir nashriyatni qurib, bu nashriyatda 50 necha odam ishlagan. 50 necha odamni nashriyat ishlatgan. Uningdan Olmutida Qozoq eli deydigan yana bir nashriyatni qurib, bu nashriyatda yuzlarcha odam ishlagan. Bular Qozoq eli Sharq haqiqati degan Uyg'urcha, arab imlosi bilan Uyg'urcha nima kirgizib, hamma gazetni faqat bizning Sharqi Turkiston uchun nashr qilib, mana Urumchi kirgizib, Sovet ittifoqi bu tashviqot jihatda ustimiz degan. Buning bilan Urumchidagi Arik gazeti bilan Toshkentdagi Sharq haqiqati, Olmutidagi Qozoq eli jurnallari o'tirsida bir maydon qalam jadali boshlangan buning bilan. Qalam jadali boshlanib, mayada Yusuf Ziyo Shirvani degan birisi maxsus shu vaqtda maqola yozib, jasos va tiriq olim tanqidchi roliga deb bu yerdagi jasos davatqani kim deydi desa Qurbon Xudoy. Chunki bu kurashda Qurbon Xudoy noyat ochiq o'tirib chiqib, Sovet ittifoqini bevosita tanqid qilgan buninglar. Hamda Qurbon Xudoyning parda oqisini kim bor deganda maqolda noyat
Ochiq holda Urumchi panturkistlarining boshlig'i Muhammad Emin Bug'ra Qurban Qodayni quturtib, Yalqin gazetini nashr qildirib, Sovet ittifoqiga qarshi bir kampaniya boshladi deb yozdi bu nimada. Sovet ittifoqining bir davlatning bu tashviqot harakatiga qarta albatta Urumchidagi Muhammad Emin Bug'ra qatorliq bu apandilar bekor yotmaydi. Arik gazeti, Yalqin gazeti qatorliq gazetlarda arqaqidan shu nima Sovet ittifoqining tashviqotiga qarshi javob qaytardi bular. Javob qaytarib bu yerda tilga olgan yana bir maqola bor. Birinchi maqola. Millatchilar zodi kimga qarshi? Mushu maqolani o'qib o'qishni tavsiya qilaman. Bu maqolaniki avtorlarning birisi Muhammad Emin Bug'ra bo'lsa kerak deb men faraz qilaman. Bu avtor berilmagan kollektiv shaklda Arik gazetining bir bosh maqola sifatida berilgan 3 sonaga berilgan maqola. Bu maqolda nihoyat kuchli terminlar. Hatto ili tarafni nihoyat aniq nim qiladi. Bizning o'rtaq Turkiy imlosi yaratish yo'lidagi bu kurashimiz hargizmi Sovet ittifoqini xavfga solmasin. Chunki Sovet ittifoqidagi bir buyuk davlat qanday qilib bizda bir necha odamni o'ziga xavf his qildi. Agar xavf his qilsa, bu Sovet ittifoqining ojizligi emasmi degan jumla ishlatilgan anglachada. Uning lekin bizni hadisa panturkizm bilan ayblaydi. Halbuki dunyoda panturkizm bilan bir davlat qurish mumkin emas. Chunki bütün Türklarni bir bayroq ostida uyushtirib bir davlat qurish uchun dunyoda ikki kichik davlatni yiqitish kerak deydi. Yiqitish kerak. Halbuki bizning kuchimizda tehi odatdagi bir nimani kichik bir davlatni yiqita oladigan kuch yo'q. Shuni qanday qilib bizdan xavfsiraydi? Hatto bugungi kunda Turkiyadek birdan bir Türk davlati panturkizmdan voz kechib, uning ishqa oshmaydigan bir nazariya ekanligini his qilgan tursa, biz qanday qilib panturkizm bayrog'i ostida bir davlat quramiz? Shunga Sovet ittifoqining bu ansirishi nihoyat ortiqcha deb bu bir nuqtani qo'ygan. Ikkinchi nuqtasi nima desa, agarda Sovet ittifoqi haqiqatan turk degan so'zga o'sh bo'lsa, Turkistonga o'sh bo'lsa, nima uchun ilini qo'zg'algan Sharqiy Turkiston inqilobini qo'llaydi? Sharqiy Turkiston inqilobi qo'zg'alib, ilida bir jumhuriyat qurildi deydi Sharqiy Turkiston nomida. Acaba Sovet ittifoqi uning qarshi turmadimi? Agar Sovet ittifoqini haqiqatan bu Turkiston degan so'zga qarshi turdi desa, o chaqda ili inqilobini biz oy yulduzliq Sharqiy Turkiston inqilobi emas, balki O'g'aq bo'lquliq Uyg'uriston inqilobi desak bo'lamdi deb savol qo'ydi maqolada. Shunga bu nihoyat kuchli yozgan bosh maqola. Bu maqolaga bu nima Sharq Yulduzi jurnalidan, Sharq haqiqiy jurnalidan buningga berilgan bir javobni topamadim. O sallari qo'limizga kelmadimi yoki bular yezishni to'xtatmadimi? Ishqilib, bu Sovet ittifoqidagi bir imperiya bilan bir tashviqot jangi olib beryapti shu vaqtda. Oxirida men bir necha rasmni ko'rib o'tdinglar. İli inqilobchilar bilan uch apandilar o'tirisida nurg'un surkilishlar, kurashlar bo'ldi albatta, boydab o'tganimizdek. Ammo bularning mafkura, yo'l bu masalada o'xshamaslik bo'lgan bilan bularning oxirgi nishoni bir. Albatta, nima ili tarafdagilar inqilob qo'zg'alishidan tortib toki jumhuriyat qurilg'uchi bo'lgan butkul jarayonda Sovet ittifoqining qo'li yordam bor. Albatta buni inkor qila olmaymiz. Ammo shu vaqtda Sovet ittifoqi parallelda 43-yili Urumchida Amerikaning konsulxonasi qurildi. Endi Amerikaning konsulxonasi qurilgan vaqtda bizning vatanda texi birma Amerika fuqarosi yo'q edi. Birma Amerika fuqarosi yo'q bir joyda Amerika nima uchun konsulxona qurdi? Chunki Sovet konsulxonasi var. Minglarcha Sovet garajdorlari var şu vaqtda bizning vatanda. Shunga bu masalaning keyinda Amerikaning Urumchida konsulxona qurishi bu nihoyatda bir yiroq bir strategik planni ko'zlab qurilgan narsa. Shunga bu mezgilda Urumchida Amerika konsulxonasi bo'lganligi uchun ili taraf Sovet ittifoqi bilan nurg'un masalalarda o'zaro dialoglashgan bo'lsa, 3 apandilarmi o'zi tushlik yo'llar bilan Urumchidagi Amerika konsulxonasida ma'lum bir aloqalarda bo'lgan. Bu yerda men faqat bir qancha rasmni ko'rsatib o'tdim. Ma ustidagi 2 rasm Urumchida 49-yili kommunist Xitoy kirdiğanga bir 2 oy qolgan vaqtda, yana 49-yildan 8-oyda Amerika konsulxonasi taqab chekinishga majbur bo'ldi.
shu chekinishning oldida bir ziyofat berilib, bu ziyofatga bu Muhammad Emin Bug'ro qatorliq kishilar qatnashgan. Bu rasmda faqat Muhammad Emin Bug'ro bilan Amina Bug'roning rasmi ko'rdim. Undan keyin pastdagi rasm Masud Sabiri bilan Amerika konsuli Pokistonning bir suhbat qilayotgan rasmi. Endi bu yerda ta'kidlaydigan bir ish nima desa, bu shu mezgilda Urumchida bir necha bir ish bo'lganmish Amerika konsuli bilan. Birisi Mal üç efendilerin o'ttirg'i chiqib, bu Sovet ittifoqi shu darajada ila inqilobiga yordam qilib bir jumuriyatni tikildi. Amerika bir buyuk davlat. Agar bizning bu vatanning Sovet tarafga eg'ib ketmaydiganligini istisno o'chaqda sizlar bu kuch chiqarib bizga yordam qilinglar degan narsa ochiq oshkor degan. Qanday yordam qilmaymiz desa, birisi yoshlarimizni tarbiyalab beringlar, ingliz o'rgansin. İkincisi Amerika'nın təşkilatını qılınlar, çünki Sovetning təşkilatı degan shunchalik cho'ng bir yerda. Hech qanday Amerika'nın təşkilatı yo'q. Undan keyin yoshlarimizni Amerikaga chiqib o'qitinglar. Bu shakl orqali bizning yoshlarimizni tarbiyalanib, cho'ng kuchlar o'tirsidagi bu musobaqada o'zimizga tushliq milliy manfaatni qozonsin deydi. Shunga 48-yildagi bu erik keslik berilgan bir e'lon inglizcha o'rganish kursi. Amerika konsulxonasi pul chiqarib Urumchida ochilgan bu kursga bu konsul Pokistonning ayoli Vinko xonim dars o'tgan. Ya'ni 20 dachilik shu Uyg'ur yosh bolalar inglizcha o'rganibdi shu mezgilda. Endi mushu kursda inglizcha o'rgangan bir qism insonlar keyingi mezgilda efendiler vatandan çekinip chiqqan vaqtda Kashmir orqali Amerikaga berib o'qigan bir qancha yoshlar bor. Shu yoshlarning bir qanchasi maktabda ingliz kurs o'rganganlar. Masalan, Davud Osman 50-yili Amerikaga berib Georgetown'ni putlagandan keyin Amerikaning istixborot organlarida ishildi. 88-yili olamdan o'tdi. Amerikaga borgan tunji Uyg'ur hamdi. Keyingi mezgillarda bizning vatanga oid Amerika bilan xiljiq ishbirliklar qilgan odam ekan. Shunga hamda mayada nimani ko'z o'tishim, uch apandilar nurg'un og'amchilarga eslab baqdi, yana vatanning taqdiri uchun. Chunki u zamonda bir tarafdan kommunist Xitoy kuchayib, kundan kunga bizning vatanga yaqinlashib kelyotdi. Sovet ittifoqi kommunist Xitoy bilan birlashdi. İli tarafning taqdirimi aniq emas. Eng oxirida ilidagi Sharq Turkiston Jumhuriyatining kommunist Xitoy bilan Sovet ittifoqining qo'lida halok bo'lganligi aniq bo'lib qoldi. Bundaq sharoitda bular Amerikaning og'amchiligini eslab taqan shu mezgilda. Halbuki tarix uningga to'g'ri kelmadi. Eng oxirida vatandan ayrilishdan iborat bu yo'lni tanladi. Endi bu yerda yana bir nuqta, hatto Amerika Urumchidagi Amerika konsuli bilan 3 apandilar emas, Ahmadjon Qosimiylar Urumchi turgan mezgildimi Amerika konsuliga kirganligining nimalar chiqyotdi. Mayadagi Ahmadjon Qosimining imzosini ko'rdinglar. Urumchidagi Amerika konsulxonasining kirgan mehmonlarni tizimlash daftardan chiqqan imzolar. Ahmadjonning bir yer emas, 2-3 qatam imzosi chiqdi. Her qatam kirganda imzo qo'yib kirdi-ku. Albatta bu apandimlarning texnik ko'p imzolari. Shunga arxivlardagi kichik ba'zi detallar tarixdagi cho'ng ishlarning ba'zi sirlarini ochib berdi. Eng oxirida endi uch apandilarning xuddi ularning o'zining so'zi bilan aytgan vaqtda yana vatan uchun vatanni tark etish. Endi bu to'g'riliq jiq so'zlashning hojati yo'q. Buningga Bug'roning 1950-yillar yozgan asardagi nima uchun vatanni tark etdi degan vaqtda bergan javobi bunga javob bo'ldi deb o'ylayman. Oldimizda ikki yo'l turdi deydi. Birisi besib kelayotgan Qizil Xitoy bilan urush qilmoq. Albatta oldimizdagi bu kuch nayt zo'r kuch bo'lganligi uchun ulardan mag'lub bo'lishimiz nayt aniq deydi, 5 qo'ldak aniq. İkinci yol vatanni tark etish. Vatanni tark etish bir milliy inqilob yo'liga kirgan bir inson uchun bir sharaf yo'li emas. Bir ketish yo'li. Halbuki inson hayot bo'lgan vaqtda faoliyat iqtidoriga ega, inson hayot bo'lgan vaqtda kurash iqtidoriga ega. Shuning uchun vatanning kelgusidagi taqdiriga, kelgusidagi bu hurriyatiga ishonganligim uchun men hayotimni saqlash, bu hayot bergan bu faoliyat iqtidori orqali vatanimga xizmat qilish uchun vatanni tark etdik deb o'zining bu nimasini xulosa chiqargan. Demak, endi bugun leksiyaniki tafsiloti shu.
Balkim vaqt uzun bo'lib ketdi. Agar savollar bo'lsa, so'rasanglar, javob bersam bo'ldi. Muallim charchab ketdi, erib ketdi. Bu kıymetli leksiya uchun qanchalik tashakkur etsakmi yetmaydi deb o'ylayman. Biz savollarga o'tib ketamiz. Birede shunda so'rabdi. Siz Muhammad bin Buğra haqida Radio Nurg'un programma ishladingiz. İsa Yusuf Aliptekin haqida bir ishlash planingiz bormi deb so'rabdi. Hamma bilganinglardek Uyg'urlarning chet eldagi bir rasmiy bir ovozi o'chdi, bir tarixga shohid bo'lyapmiz. Radioning taqilishi bilan u yerda ishlaydigan 20-30 odamning xizmatsiz qilishi u cho'ng masala emas. Xizmatsiz qolsak, balkim boshqa ishlar bilan hayotimizni mangayveramiz. U cho'ng masala emas, ammo bir millatning tashqi dunyodagi ovozining o'chishi bu g'oyat zo'r bir yo'qotish. 1978-yili Deng Xiaoping Amerikaga borgan vaqtda Myunxendagi Ozodlik radiosining Uyg'urchani taqashni Amerika bilan bo'lgan diplomatiyadagi bir vosita qilganligi uchun Amerika hukumati 78-yili Ozodlik radiosining Uyg'urcha ovozini taqidi. Shuningdan boshlab hisoblasak 98-yili Amerikada Erkin Osiyo radiosida Uyg'ur bo'limi echilgacha to'g'ri 20 yil vaqt ketdi. Shunga demoqchimanki, taqilish oson, ammo echilish nayt qiyin. Bilmaymiz, 5 yilda 10 yilda bu bo'shliqni Amerika cho'qim his qildi deyman. Chunki hozir Amerikaning yumshoq kuchi o'zining tashqi dunyoga bo'lgan anglitishlarni to'xtatgandan keyin zo'r darajada ojizlab ketdi. Amerika hamon bu bo'shliqni his qiladi. Uning ustiga Uyg'urlarning hozirgi vaziyatimi mushundaq bir ovozning bo'lishini taqozo qiladi. Bu bir ahvol. İkincisi albatta endi bu radio taqalgandan keyin uning o'rnini elib hozir nurg'unlagan shaxsiy taratqular va medialar va nurg'unlar yaxshi mengyotidi. Ammo bu yerda inglizcha official degan bir gap bor. Yana hukumat qarmog'idagi bir o'rinning. Bu xarakterdagi media bilan odatdagi medianing nurg'un farqi bo'ldi. Chunki buningga ajratilgan iqtisod bo'lganligi uchun bir yurish insonlar shu haq bilan shuni ishlaganligi uchun uningda ta'riflik o'lchami o'tgan bo'ldi, xalqaro medianing standart shartlari bo'ldi, nurg'un narsa bo'ldi, balamiz talablari bo'ldi. Unda bo'lgandan keyin bu bir official medianing bo'lishi pek muhim. Shunga inshaalloh bu bo'shliqmi bir ish etilsa, yana bir ish echilib qilishi mumkin. Buni umid qilamiz. Endi boya kelgan savolga desak, shu radioda yo'riq sayillar deydigan bir sahifa bor. Buningda maxsus tarixiy shaxslarning hayotini anglitishni nishon qilib, bir qanchadan tarixiy shaxslarni, ya'ni vatanda anglitish mumkinchilik bo'lmagan Nizomiddin Husayn, tek bir yurish kishilarning ovozini anglatib turgandi. Muhammad Emin Buğra'niki hayot to'g'riliq 53-54 qismi kelganda radio taqaldi. Ya'ni vatandan ayrilish davriga 49-yilga kelgan yerga kelib to'xtadi. Aslida toki 65gacha qadar hammasini to'liq qilmoqchi. Uning ustiga keyingi mezgillarda ama chet elda yashaganligi uchun u tarixni biladigan, shohid bo'lgan, ovoz beradigan arxiv materiallarni ko'p bo'lganligi uchun keyingi qismlarni texim yaxshi ishlab, uni rasmiy hujjatlik televiziya filmi qilamiz deydigan bir planimiz bor. Afsus bu planlar bo'lmay qoldi. Ammo bu radioda anlatilmagan bilan bu albatta boshqa shakllarda kitob yo'li bilan chiqishi mumkin. Buningga tirishchilik qilamiz. Endi hozir men Eysa apandining savolini o'tirg'i tushdi. Albatta 30-40 yillarda 3 apandilar deydigan bir atalg'i bilan bizning vatanimizda Türk millatchilik mafkurasiga vakillik qilgan bir sarxillar qatlami yetishib chiqdi. Necha o'nlagan yaşlarını yetiştirdi. Bu yaşlarının energiyasi toki bugun qadar o'zining kuchini ko'rsatib kelyapti. Shunga bu yerda demoqchi hamda Muhammad Emin Buğra'ning bir simpoziyumi bo'lish bilan qandaqdir Eysa apandi bu yerda bunday qilib qoldi. Hammasining o'ziga tushliq yo'li bor. Chunki millatchi Xitoyning yo'lini ochgani Eysa apandi. Eysa apandi o'zi Xitoychani bilganligi uchun oldi bilan bu yo'lni ochdi. Keyindan Mesut Sabri badi, ondan keyin Muhammad Emin Buğra badi.
Şuna bu efendilerning shu davrdagi xizmatida bularga baho berishda oldirab, bularning tarixda nima xatolarni qilganligini emas, oldi bilan millatga nima to'plarni qildi, nima xizmatlarni qilganligini o'ylashib ko'rsak deyman. Baho berish pek oson, bir odamni qaratish pek oson qarindoshlar. Ammo bu insonlar o'zlari yashagan davrlarda nima xizmatlarni qildi xalqiga. Chunki hammamiz inson, Allah'ın kulu, hammamizda kamchilik bor, hamma inson ham sut emgan banda deymiz. Shunga bularning xatoları bor, yo'q emas. Shunga bugungi kunda meningcha bularning xatolarini chuvib chiqib, bularni mesela o'zining ko'rinimi tesh yotqizmaydigan bundaq bir ishni emas, balki bularning nimani qilganligini, biz nimani qila olamiz. Agar shularning o'rnida biz bo'lsak, biz nima qila olaydik? Bu masalada o'ylashsak deb tavsiya qilaman. Shunga Isa Efendi to'g'riliqmi, imkoniyat bo'lsa albatta ishlash kerak. Radio taqalmagan bo'lsa cho'qim ishlaydik. Mesut Sabri haqida ishlaydik, Ahmetcan Qasimi va boshqa tariximizdagi nurg'un tarixiy shaxslar bordi. Chunki biz burun tarixni xalq yaratdi degan, to'g'ri xalq yaratdi. Ammo hal qilg'ush paytda tarixni qahramonlar yaratdi. Yaratilgan tarix hamon ma'lum qahramonlarning nomi bilan mang'idi. Xuddi Turkiya Cumhuriyetining nomi Mustafa Kemal Atatürk'ning nomi bilan mang'andek. Şuna tarixiy shaxslarning, tarixiy qahramonlarning bu obrazi pek muhim. Nurg'un narsalarni tarixiy shaxslarning obraziga yuklab, xalqqa anglatqili, ta'sirlantirgili, ularni qo'zg'atqili bo'ladi. Rahmat. Meyada belki okuyucu balına okşaydı. Bu sonunda işletken menbelerini, resimlerini, mesela erik gizleti diğerlerini kayalım tapalayımız demişsiniz. Hazır hem de internet toru boğandaki nurgun torbetler var. Türkiye'de neç torbetler var. Mesela Uygur kitap toru, Türkistan kitap toru. Diyendek nurgun torlarda hazır erik gizletinin xili köp saldırı kuyukluk aşı torbetlerge. 47, 48, 49 ama to'liq emas. Shunga hozir bu bizniki kütüpxonchilik qilgan yoki material yig'ilgan insonlar qilgan bir tavsiyam bor bu bo'lsa-mu, mushu gazetlarning butun dunyoda taqilib ketgan qismlarini to'plab bir yerga kelib, buni rasmiy bir elektronlik nusxasini chiqarsak, kelgusida bu pek muhim bir material manbasi. Chunki erik gazetim to'liq emas. Undan keyin men 2023 kelgan vaqtda İzmirda Qurban Xudoyniki o'g'li shu yerda turdi ekan. Shu İzmirga berib u kishini ziyorat qilib keldim. Berib shu Qurban Xudoyning arxivini axtargan vaqtida bu kishi shuncha ko'p ishdan qilgan bo'lsa-mu, lekin tuzuk material yo'q. Endi qo'lda qolib qolgan material faqat Turkiyaning Nopos arxivida Qurban Xudoyning universitet bitgandan keyin bir maktabga taqsim qilinganligi, undan keyin Nopos kinishkisi qatorliqlar bor ekan. Ammo vatanga berib Yalqin gazetining necha yuzlagan sonlarini chiqargan. Hozir o'g'lining qo'lida faqat Yalqin gazetining bir sondagi kopiyasi bor ekan, bir kopiya qilingan bir nusxasi bor ekan. Endi men Anqarada bir kutubxonada bor, to'liq emas bir sonlari bor deb angladim, ammo qarindoshlar mushu ishtog'imga ko'ngil bo'layli. Turkiyaning universitetlarining davlat kutubxonalarida bizga oid ochilmagan nurg'un narsalar bor. Mushdan to'plash kerak. To'plab, masalan, men ustidagi kutubxonalarga buni rasmiy elektronlik shaklda qo'yib qo'ysak, bizning ishimizdan hozir nurg'un yoshlarimiz bak xo'sh oldum, Turkiyadan hozir universitetlarda magistrlik, doktorlikda o'qiyotgan bir yurish yoshlarimiz bor ekan. Hammasi bizning madaniyatimizni, tariximizni, adabiyotimizni va boshqa sohalarimizni tutib, yezib o'tibdi maqollarni. Kelgusida bular biz tayinlagan bir tayanch kuch bo'lib qoldi. Shuning uchun bu manbalar muhim. Erik gazetining to'liq bo'lmagan sonlarini mush torbatning hammasini topa olasizlar. Muallim ko'p rahmat. Endi bir qancha savollar bor ekan. Ba'zi savollar takror bo'lganligi uchun men birini qo'yib. Endi Hazreti Nur Sharq Turkiston mujohidasida sizlarcha ketkizib qo'ygan taraflar qaysi? Buni ikkinchisi, birinchisi. İkisi münasibetsiz soru. Endi bu ketkizib qo'ygan tarafi nima desak men boy dedim. Agarda Muhammad Emin Bug'radek bir ishdan tavbatgan bo'lsak, oshnonga bir salohiyatimiz bo'ladi. Afsuski, mayat o'tag'anlardan hamda hammamiz o'ylash baqayli Muhammad Emin Bug'raning o'rniga qo'ysak, biz
Şununğa layıqmı degan bir gap var endi. Şununğa to'g'ri endi tarixning o'xshamagan davrlarda zaman bizga baxmadi. Nurg'un jihatdan talaysib qoldik. Xuddi buğra Sharqi Turkiston tarixida aniq yozgandek, bizning millatimizning taqdirini nihoyat zo'r darajada xalqimizning jug'rofiylik talaysizligi belgilab qo'ydi. Jug'rofiylik talaysizlik deydi. Bu tarixda Muhammed Emin Buğra yaratgan bir atalgı, jug'rofiylik talaysizlik. Navada bizning vatanimiz dengiz bo'yida bo'lib qolgan bo'lsa, bizning taqdirimiz qanday bo'ladi? Navada bizning vatanimiz Xitoy bilan Rusdan iborat ikki zo'r kuchning orasiga emas, balki Turkiya yoki boshqa bizga nima boqadigan bir davlatlarning qo'shnisi bo'lib qolgan bo'lsa, bizning taqdirimiz qanday bo'ladi? Shunga nurg'un savollar bor. Albatta Buğra'mı ömür bo'yi buni istengen cevap izleyen bu to'liq javobni u kishimi tepishga qurbi yetmadi. Shunga hammamiz izlayli. Meningcha Buğra'ning va boshqalarning tarixda kelgizib qo'ygan taraflar bo'lsa, bu tadqiqotni cho'nqirroq qilgandan keyin kelgusida tarixchilar bunga baho berar. Shunga bugun mayada men baho beramayman, kechiringlar. Misheli bir mundaq narsa qistirib kelgandir. Benim göz düşünce biz mundaq bir narsaga odatlanib qoldik. Dünya bizga nisbatan oq va qorang'ida da tashkil topgan. Ya oq bo'lishi lozim ya qora bo'lishi lozim. Halbuki dunyoda küllar intayin ko'p mamlakatda. İnsanlar shunga o'xshaydi. Ya oq yoki qora degandan keyin ya qop-qora odam topolmaymiz, ya oq odam topolmaymiz, sahnada bizda qolamiz. Şunlaşqa bu tefekkürde menimcha o'zgartish lozim deb o'ylayman. Çünkü cennetin bir derecesi var. Sahabenin bir derecesi var. Şundan mı? Yani bana bir soru var. Hazretim bu dini mektepte okuyan. 34. yıl çeklerine çıkıp ketken. 43. yıl Xitay'a kaydı. Xitaycı makale yazıdaki seviye gibi oldu. Bu Xitaycılık kandan öğrengendi o. Şu tünü gün ağı yığında Nebican bir yaxşı sözünü qildi. Xotandagi madrasalarning qarang'u tomlari orasida yetilgan bir mudarris, diniy ta'lim tarbiya ko'rgan bir kishi 40 yillarga olganda dunyoning tarixchilik sohasida o'lchamlik, shu vaqtdagi ilmiy o'lchamga yetgan Sharqi Turkiston tarixini yozib chiqdi. O'ylab boqayli, bizning yaqinqi necha 100 yillik tariximiz jarayonida bu madras ma'rifi bizga nihoyat cho'nqur ta'sir ko'rsatgan. Şu medres ma'rifi tarbiyalangan bizning shu olim ulamolarimizning ichidan qanchalik tarixchi chiqdi? Intayin az. Ko'pincha shu diniy ma'lum darajaga yetgandan keyin imom bo'lib yoki boshqadan bo'lib, shuning bilan o'tib ketdi nurg'un kishilar. Shuningga bu Buğra'ga nihoyat odamning qoyil bo'lgan tarbi bu kishi özünün okuğan şu medres ma'rifidan keyin mudarris bo'lib nurg'un talablarni tarbiyaladi. Bu talablarni Xotan inqilobi qo'zg'alganda bu talablar asos kuchi bo'ldi. Xotandagi shu Xitoylarni yo'qotib hukumat qurishda. 30-yillarda bu hukumat yiqildi, chet elga chiqdi, chet elga chiqqandan keyin bo'sh turmadi. Darhol qo'li qalam bilan mushu vaqtlarning ichida Sharqi Turkistonning tarix qurilishini barpo qildi. Ham buningga asos yaratdi. Endi nurg'un insonlar bu Buğra'ning bu Xitoy markaziga Chongqingga berishni zoda tasavvur qilmaydi ekanda. Nima uchun bordi bu taslimchilik emasmi bu? Nima uchun bormaydi? Vatan Rusning qo'ldimi, Amerikaning qo'ldimi, Angliyaning qo'ldimi? Xitoyning qo'lda. Davoni Xitoy man qiladi. Agar qurol kuchi bilan kuchi yetmasa, siyosiy kuch bilan, boshqa kuch bilan qildigan gap. Shunga Buğra'ning Xanzocha o'rganganligi yoki Xitoycha o'rganganligi haqida aniq bir ma'lumotimiz yo'q, ammo buni tarjima qilgan insonlar bor. Buğra o'zi Uyg'urcha yozgan maqolni tarjima qildirgan. Ammo hozir mayadam sizlar ko'ryapsizlar, bir parcha maqola yozib, uni bir cho'ng tilda tarjima qildirib e'lon qilish uchun necha o'nlagan insonlarga yolvoramiz. Ammo Xitoyning markazida qanchalik Uyg'ur botdi? Sansana barmoq bilan sanag'dak 5-10 Uyg'ur botdi shu vaqtda. Şu 5-10 Uyg'urning ichidan şu Buğra yozgan şu büyük maqollarni Xitoyning tiliga keltirib yezib, Xitoylar bilan qalam mujodilasi qilish. Demak, şu vaqtdagi insonlarimizning bu kurashga o'zini qanchalik atganligi. Buni ko'rib olg'ili bo'ldi buningdan. Rahmat. Bunun da kısaca bir dersine hoş bir soru geldi.
Hazretinin onun hayata qarsak, tilni nəhayət yaxşı öyrəngan, nə öyrəngan, qanday öyrəngan bolsa, mesela Türkiye'ye çıkandan keyin Türkiye'ye çıkıp 6 ay ötmеген vaqtda Türkiye'nin bir gazetida e'lon qilgan Türkçe yazgan maqolasi bor. Ondan keyin Tünügün Muhammed Ali'nin so'zlab o'tib ketgan Marrakeshdagi bilan yozishgan arabcha xatlar bor, teksti bor unda shu. Ondan keyin shu demedi mesela Parischa so'zlashgan endi. Ya'ni o'rgangan shu tilni ashula o'rganib ekan. Hem de yana bir sual o'tib ketdi. 1932 yılı kurulgan Xotan hükümetinin siyasi maslahatçisi olan Sabit Davul'dan Xotan armiyası bilen Buğra'nı Yanasar'da saklatıp koyup Xotan hükümetinin bir haber Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ni ilan kıldı. Devlet kabinetinde Xotan hükümetine hiçbir urun verilmedi. Yanasar'da Tungalılar tarafından uçurgan hıyanet hem Sabit Davul'la ve Kaşgar hükümetinin münasebetlikle karalmakta etti. Bunu kimler karadı biz karalmakta değil. Şu bu hıyanet bunun sebebi ne miydi o da düşünüyorum. Bu pek çok sual gelemde şu mezgildeki. Bununla hem de Hazretimning Sharqi Turkiston tarixidagi şu milliy inqilob to'g'riliq yozilgan bayonlarga qarasak buning qilichiq javoblari bor. Sabit Damullam haj safardan qaytib Udul Xotan keldi. Xotan kelishda 1930-yili Buğra bilan G'uljiga uchrashgan vaqtda ikkisining va'dasi bor. Ya'ni inqilobni boshlaymiz, inqilobning boshlanish nuqtasi Xotan bo'ldi deb shu vaqtda. Ben bu nima uchun Xotan tanladi degan shu masalada bakcha o'ylandim-chu. O'ylanib bunda qaragandan keyin nima uchun Qashqarda boshlanmay yoki Qashqarni tanlamay Xotan tanlaydi degan vaqtda Qashqarni bilsizlar. Qashqar nihoyat sezgir bir shahar. Ming yillardan buyon Uyg'urlarning madaniyat bo'shigi markazi bo'lib keldi. Undan keyingi necha yuz yillar davomida bir qanchalar buyuk imperiyalarning bir-birini kuzatish munora bo'lib keldi Qashqar. Watchtower deb qo'ydi inglizchalar. Chunki bu yerda inglizlar xeyli uzun zaman 1890-yillarda o'zining konsulxona qurgan bu yerda. Aqadamlar Ruslarmi shu mezgilda konsulxona qurdi. Undan bo'lgandan Rus imperiyasi bilan İngiliz imperiyasi ikkisi Qashqarda turib bir-birini kuzatishgan, Osiyoning markazini kontrol qilishdi. Afg'oniston nima uchun mustaqil bo'lib qoldi degan vaqtda Buğra'nın coğrafiyalik talaysizlik degan terminni oyat ishlasak bo'ldi. Aslida Afg'oniston degan bir davlatmi, ikki imperiyaning masalan mustaqil bo'lolmaydi. Ammo ikki imperiya bevosita uchrashsa bo'lmaydi. Ikki imperiyaning ziddiyatini bevosita uchrashishni yumshatadigan inglizchada buffer zone deb qo'ydi, bir orliq rayon. Dunyo tarixida pek ko'p bo'lgan bunday orliq rayon. Orliq rayon qoldirish ehtiyoji bilan Afg'oniston deydigan bir davlat dünyada mustaqil holda hozircha kelyapti shu mezgildagi Rus bilan inglizning o'yinida. Shunda bo'lg'achqa bu bizning vatan o'chog'ida Manchingning qo'lida bo'lganligi uchun Manching ojizlashgan. Bunda fursatda ham inglizlarmi ham ruslarmi bu Qashqarga kirib konsulxona qurib, bu yerda bir-birini kuzatadigan bir nuqta qilgan. Shunga Buğra o'ylaydiki, agar Qashqarda inqilob bo'lsa, bu ikki imperiya bearam bo'ladi, aniqla. Bularning tadbir qo'llanishi darhol, tadbir qo'llanib buning oldini olishga tirishadi. Xotan Qashqarga qaraganda nisbatan sharqroq, ham Rusning ham Xitoyning vaqtidan jalb qilmaydigan bir joyda. Bunda aytganda ham Xitoyga Rusga nisbatan inqilob qilishdagi strategik o'rni Olaga nisbatan pek muhim emas. İkincisi Xotan'da şu mezgilde nüfus yoksa aytganda Xotan'da hech qancha Xitoy yo'q. Agar kichikgina bir kuch bilan inqilob qilgan vaqtda bu yerda 100% muvaffaqiyat qozonishning o'rni bor. Unda bo'lgandan keyin bular kelishib shu Xotan'da boshlaymiz deyishgan, Sabit Damullam Xotan keldi, degandek inqilob g'alaba qildi. Nihoyat tez Xotan islom hukumati qurildi. Endi Xotan islom hukumati qurilganda bizning vatanniki siyosiy vaziyati intayin murakkab. Chunki 31-yili Qumuldan boshlangan inqilob tadrijiy kengayib Turpan orqali va Urumchi atrofiga kelganda bu inqilobga Tungallar aralashib qoldi.
Tungallar aralashib, Tungallarning bir qancha qatimli xiyonatlar natijasida Uyg'urlar bilan Tungallarning orasi ochildi. Orasi ochilib, bu ochilgan oraliqdan Shingsay noit uslub bilan foydalanib, 33-yili 6-oyda Urumchi atrofidagi Jimisar bilan Fukan oralig'ida tuzilgan bir ahdnoma bor. Sovet ittifoqi oraga kirgan ahdnoma. Ba'zilar Jimisar bütünü deb qo'ydi. Bu bütün bo'yicha Shingsay faqat mushu Urumchi atrofidagi Tangritog'ning shimolidagi qismini kontrol qildi. Tangritog'ning janubiy Qumul turpanni o'z yog'in bütün janub Uyg'urlar o'z oldiga boshqardi. Bularga aralashmaydi, shimol taraf aralashmaydi. Degandek, mushu turdagi bir 10 necha nim bilan tuzilgan bir betim bor shu mezgilda. Oxiri mushu betim bo'yicha Xo'janiyaz hojining askarlari janub qarab mangdi, ammo Majongning Urumchi qo'rshovida Urumchini elish jangida ig'ir mag'lubiyatga uchraydi. Sovet qizlari esa cheklarni kirib, Shingsayni yo'lab Tungallarni terib beradi. Buning bilan bu Uyg'urlar bizdan ayrilib chiqdi, bizga xiyonat qildi degan bir ochiqchilik bilan bu Tungallar Urumchidan boshlanib toki Qashqarga borgacha bu Xo'janiyaz hojining askarlari bilan urushib, bu urushda har vaqt Uyg'urlar yengildi, Tungallar ustunlik qozondi. Endi bu yerdagi bir masala nima degan vaqtda davlatning manfaati, millatning manfaati ba'zida diniy qarindoshlikdan, hatto qon qarindoshlikdan ustun turdi. Bizning xalqimiz bu ustunlikni bilmaganligi uchun ba'zida boshqalarning o'yiniga ketgan yerlarimiz pek ko'p. Men oldingi 2 hafta oldida nimada Washingtonda Uyg'ur jamoatiga bir leksiya bergan, shu tarixdagi saboqlar haqida. Shuningdek deb o'tdim, Ili sultonlarning yimirilishida 1870-yillardagi Char Rossiya bilan urushib, Iliga qochib kelgan minglarcha o'ylik qozoq qarindishimizga Ili sultonlarga panohlik berib, Char Rossiya odam avatib buni qaytarib berganda qarindosh qaytarmaydi deb Alaxon sulton qaytarmaydi. Buning bilan Rus armiyasi hujum qilib kirib, oxirida Ili sultonligi yo'qoldi. Ya'ni o'z davrida minglarcha oillik qozoq qarindoshimiz uchun bir xonadonlikni, bir hokimiyatni qurbon qildik biz. O'ylab boqaylik. Endi 30-yillardagi inqilobdimi bu Tungallarning bu inqilobga ardishi to'g'ri diniy qarindoshimiz, ammo bular bu zaminning haqdor egalari emas. Ganso Chinxaydan chiqdi. Asli aralashmasa eng yaxshi bo'ladi. Agar aralashgan taqdirda biz taraf tursa bo'ladi. Halbuki har qatamliq bu janglarda Qur'on yaroq g'animat masalasiga kelganda, bular g'animatning egisi, Uyg'urlar bu jangning qurboni bo'lib keldi. Unda bo'lgandan 30-yillarda bu ahvolni noyat cho'nqur his qilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati Istiqlol jurnalida Tungalni xoinlar degan bir bayonot va hukumat nomidan berilgan bayonot. Şu anda mayani demek yo'qimiz, albatta biz Tungallar bilan bo'lsin, boshqa millatlar bilan bo'lsin, biz diniy qarindosh, ular bilan boshqa ziddiyatimiz yo'q. Tarixning favqulodda sharoitida, favqulodda vaqtda sen o'zingning manfaatini birinchi o'rin qo'ysan. O'zingning manfaatini birinchi o'rin qo'ymagan millatning vataning bo'lmaydi, tuprog'ing bo'lmaydi, hokimiyating bo'lmaydi. Şu an bu 30-yillardagi inqilob masalasi intayin murakkab bo'lib, oxirida Xo'janiyaz hoji Janubiy Turkiston hukumatini qurib, butun janubni birlik keltiraman deb kelayotgan vaqtda bu Sabit Damullam Xotandan chiqib Qashqarga berib, zodi Qashqarni tezdan erishimiz kerak, Qashqarda hokimiyat qurishimiz kerak degan bu narsani o'tirib qo'ydi. Qo'ygandan keyin bu yerdan bu mening shaxsiy fikrim emas, butunlay Bug'roning kitobida yozishicha, boshdan oxiri Sabit Damullamning Qashqarga berishiga qo'shilgan. Damullam hozir vaqt pek bo'ldi, Qashqarning vaziyati murakkab. İnqilobda to'liq g'alabaga erishmay Qashqarga bormay tursizlar deb qaytib inqilashgan bo'lsa-mu, lekin oxirida Sabit Damullam bek chiltirib olgan. Chunki Sabit Damullamning qarashida Qashqar bir simvollik o'rin bo'lganligi uchun bu yerda hokimiyatning qurilishining bu xalqaroga bo'lgan ta'siri, dunyo siyosatiga bo'lgan ta'siri bu zo'r. Mag'lub bo'lsaqmi, o'sha yerda bir qatam bir hokimiyatni jakolab qurib, uningdan kelgusini ko'raylik deb o'ylashgan bo'lsa kerak. Ama degandek Qashqarning vaziyati intayin murakkabdi. Chunki Qashqarda bu Temir Alidayda Temir Sejang deganda allaqachon kirib, Qashqar ko'ni shaharlarni kontrol qilgan bo'lsa-mu, lekin yangi shaharda dastlabda bir 5-600 ga yetmaydigan Tungan bor. Qashqar yangi shahardagi Xitoy askarlarining birlashib shunchalik kuch. Ammo mushu kuchni, mushu bo'shanligimizdan 8 oylik yangi shahar muasirasida 600 Tunganga kuch yetmadi.
Her qatam urush qildi, ikki nizo. Birdan Anjanliq bilan bo'ldi bu nizo, birdan Xotanlik bilan bo'ldi, birdan Hemberiyalik bilan bo'ldi. Yurt jidali, qabila jidali, mansab jidali degandek turli jidallar bilan bu urushga rasmiy ko'ngli bilan nim qildi. Oxirida 8 oygacha bu Tungallar Yangishani qo'ldan bermadi. Majungyong Tungallari shimoldan bir kelib qo'shiliblar, oxirida Sharq Turkiston Jumhuriyatini yiqitdi. Shuningga hamda bu tarix o'tib ketdi. O'tib ketdi. Ammo Sharq Turkiston Jumhuriyatidan iborat qisqa, xuddi Xitoy tarixchilar sharhlagandek umri ko'ta bir hokimiyat u bu degan bo'lsa-mu, lekin bu hokimiyatdan bugun qadar Xitoy bearam bo'lib kelyotdi. Agarda mushu ikki qatamliq jumhuriyatimiz qurilmagan bo'lsa, biz bugungi kunda bu davoni qaysi tarixiy dasmoyiga tayinib apparatdik. Shuning uchun o'z davridagi 30-yillardagi tarixiy shaxslarning o'zaro bir-biri bilan bo'lgan shaxsiy munosabatlari, ularning xatolari, savalliklari, ketkizib qo'yganliklari, bularni albatta har bir o'rgangichi o'rganayli. Ammo buni birdan-bir o'rganish nuqtasi qilib olsak bo'lmaydi. Qazdigan nurg'un taraflarimiz bor. Şuna Sabit Tambollanma öz növbəti bilan naydı büyük şəxs, amma xatalığı yox, kəm küçsüz bir şəxs deyiş kim olmaydı. Çünki onun xatalıqları bolğan. İkincisi hem de Şərqi Türkistan Cumhuriyeti buğranın qarşıca pişip, şarait pişip yetilməyəndə baldur çakalanıb qalğan bir hökumət. İkincisi, hökumət tərkibiga kirgan kişilərin naydı az sandagi bir qism kişilərin başqaları layoqatli emas, tegitakda mujmal kişilər deydi. Yani bu gaplarga men bak qo'shilman shu baholarga. Chunki hukumat tarkibiga kirgan xeyli ko'p kishilar o'z davrida 20-yillarda Bolsheviklar Qizil Ruslar bilan yillarcha so'qishgan Sovet ittifoqining birinchi nomerli dushmanlari. Bular Sovet territoriyasini qechib o'tib, bizning Sharq Turkiston inqilobiga aralashib qoldi. Buğra Xotanda mushu Sovet tarafdan o'tgan bizning shu bosmachi bu qurbashi deganlarni Xotan inqilobiga aralashtirmagan. Çünkü sizler aralashmay turinglar, sizlarning aralashib qilishinglar inqilobning xarakterini o'zgartirdi. Degandek, Qashqarda hukumat qurilgandan keyin hukumatning mutlaq ko'p qism odamlarini o'sha G'arbiy Turkistondan kelgan qarindoshlarimiz kirdi. Albatta bizning qarindoshlarimiz, ammo bular Sovet ittifoqining dushmanlaridir. Shunga dushmanimning dushmani ba'zi vaqtda bizning do'stimiz bo'lolmaydi ekan. Chunki buni bahona qilib turib, bu G'arbiy Turkistonliklarning hukumat tarkibida mutlaq ustun o'rin egallashi Sharqi Turkiston hukumatining milliy armiyasining asos kuchini bular kontrol qilishi, armiyaning qurol-yarog'larini boshqaradigan muavin mudofaa ministri, masalan Sultonbek Baxtiyorzoda, tek odamlar Sovet ittifoqi uchun bek xatarlik deb bilingan odamlar. Bu odamlarning bu inqilob safiga aralashib qilishi Sovet ittifoqini intayin andishiga soldi. Shunga Buğra 30-yili Sabit Tambollanma ko'rishgan deydi. Vatandagi bu 10 necha ming Xitoyni bir taraf qilishdan hech qanday ensirmaymiz deydi. Ensiraydiganimiz bu inqilobga Sovet ittifoqining aralashib qilishi bizning inqilobimizning taqdirini belgilaydigan omil. Shunga atrofimizda zo'r kuch bo'lgan vaqtda bizning inqilobimiz shu zo'r kuchning manfaati bilan ta'tir tanasib bo'lib qolgan vaqtda biz hamon mag'lub bo'ldik. Agar ularning manfaati bilan bir kelgan vaqtda, masalan, 2-Jumhuriyatda Sovet ittifoqining manfaati Shinsayni ag'dirish kerak, bu yerga Sovetga moyil bir hukumat qurish kerak. Shuning uchun qo'lladi, nayt tez bu ko'tarilib ketdi. Shunga tarixiy fursat kelgan vaqtda tarixiy fursatni to'g'ri tutish, dal vaqtida tutish, uningdan unumli foydalanish ham yaqin qo'shnining manfaati bilan ta'tir tanasib hosil qilmaslik. Bu nuqtalarni albatta o'ylash kerak. Shunga u 30-yillardagi tarixiy sharoitda albatta Sabit Tambollam yoki Muhammad Emin Buğra va yoki boshqa bir shaxsning harakati bilan bir inqilobning taqdiri undaq bo'lib ketmaydi. Buning nurg'un omillari bo'ldi, belgilovchi kuchlar bo'ldi, ichki tashqi omillar bo'ldi. Shunga ko'p tarafdan buningga qarash kerak deb o'ylayman. Mushunchalik javob berayin. Rahmat. Menimcha asosli muhim savollarga Asad Muallimning aytgan etrafli javob berdi. Oxirida mening so'rim kelgani. Ma'lum shu Aziz Muhammadning murojaati maqsadida shu yozganlarimizni to'plab bir mukammal bir kitob qilib chiqarish planimiz bor. Albatta shu hozir men ko'nglim qilayotgan ishimni so'radingiz. Chunki bu ish yerim qoldi. Radioning taqilishi bilan uning keyni to'xtab qoldi.
Әмдәлігі радиоda аңлатылған бұл қысым, бұл авам аңлармәлі үшін. Авамға аңлатылған бұл обекет нишан білән бүтін milletке bir тарихи әсәр нұқтысында yazılған әсәрнеке xarakteri bunun kurulması okşamaydı. Şoň men bularni yezişine pek aldırmadım. Radyoda to'liq bir berip etkendekin, onun üstüge Buğra'nın biz bilmeydiğen nurgun arxivleri bu Türkiye'deki Buğra külliyatıdan başka bununla yani nurgun nimeden aktarışımız doğru geldi. Mesela Tayvan'ın arxivleri var. Onun dikin hatta Rus arxivlerinin içinde yani bu Buğra'nın hayattaga ait, küreşlerge ait yani nurgun nesler buluşu mümkün. Şoňa vaqtning uzun bo'lishi masala emas. Qo'limizga texmi ko'p arxiv, qaynoq, manba bu narsa kelgan vaqtda bundaq asosda yozilgan asarning kuchi texmi zo'r bo'ldi. Texmi boshqalarni qoyil qildi, e'tirof qilish kuchi bo'ldi. Şoňa hamda bu haqidagi bu narsani albatta men ishlayapman. Balkim ma'lum vaqt ketishi mumkin, ammo hamon buni tugatishga tirishaman deb o'ylayapman. Rahmat. Bu hizmetimizden oraya çıkışını Allah'tan dileyimiz nihayet. Kesin bir şey oldu. Ahırda şu ne bir hulaseleş lazım da koyayım ya. Bizden Türk tarihçilerimiz ama Türk deydiğim bir gep var. Türkler nihayet inşallah tarih yaratkan ama yazıp kaldırmağa. Şu kadimden başta bazı için Türk tarihini tetkik kılış doğru gelsin. Devamlı başka menbeye dayanırsak mükemmel yazış imtihanı kıyım. Ben bir yerden demek ki bizden şu 2017'nin 5 yıl kelgen bu gün hazır kişide yaşap durup okumalarımızla Uygur tarihindeki yeni bir basmış. Bu gerçek bir eceniş basmış olsun ama şunda bir mühim basmış. Muşunda basmışlar, bugünküden bir şey okuyucular, hatta adetki avam eslemeler arkalık yazılıp kaldırıcı lazım. Kendisi bu zulümden qanday olganlığı, muhaciret Uygurlarning qanday yaşaganlığı, bu narsani hammani biz bir hech bo'lmasa bir mazmun qoldira olsak, o'zimizning tarixchilari yoki boshqalar, chunki bu tarix degan bu narsa muhimligini tasvirlab bo'lmaydigan darajada bir muhim narsa. Masalan, Bayam Asad muallim dedi, gerçi mayli 1933'deki, mayli 44'deki cumhuriyetlerimiz yetilib ketgan bilan bugungi kunda biz shu kulni ustiga dastlab turib gap qilyapmiz. Meniki o'qituvchimlarga yana ham dars o'tkazib, bu tarix o'qish bir mashina degan o'xshaydi. Sen mashina degan vaqtda o'tirib, oldin qarab aytishing lozim. Agar oldin qaramasang, bu narsaga so'qilsan. Ammo sen keyingiga qaramasang, yon tarafdagi aynak orqali yana xatarli. Ama keyningilar qarab olsan tig'ay deyolmaysan. Shunga pat-pat keyninga qarab turishing lozim. Shunday. Shunga bu tarix biz uchun aytimi bugun kelgan narsalar o'quvchilar kelgan deganda, siz o'quvchilar edamni bakmas, o'qib bo'lganchilar edamni jeparsiz. Chunki nurg'un isil bir ziyofat bo'ldi deb o'ylayman. Oxirida bir tavsiyam bordi. Abdurahimning ayt yaxshi bir gapni qildi. Biz bayı tarix haqida so'zladik-ku, hadisa tarix desa o'tib ketgan o'tmish ko'z oldimizga keldi, bizning kashmishlarimiz. Ammo bugun biz bir buyuk bir tarixiy davrda yashayapmiz hammamiz. Biz tarixning shohidlari keyin. Mushu oldimizdagi 5-6 yilning yoqi bizning beshimizga kelgan bu kun, balkim butkul Uyg'urlarning tarixida bu qadar bir ig'ir bir kun kelmagan bo'lsa kerak, tarixlar qancha kelgan bo'lsin. Bütün bir millet bir yuqori texnikaga tayangan bir darajadan tashqari bir davlatning dushmaniga aylanib yo'qotishdan obyekt qilindi. Shunga bu yerda o'tirgan har birimizning dardi bor, har birimizning hikoyasi bor, har birimizning oila tarixi bor. Shunga qarindoshlar tarixni tarix yozdi deganlik emas. Bu yerda o'tirgan hammamiz tarixchi bugun. Shunga agar mumkin bo'lsa hammamiz o'zimizning oilamizning aşı tutulup ketgan odamlarimiz, qarindoshlarimiz, bolalarimiz şu aradagi nurg'un jarayonlar qanday qilib mush chatlarga chiqdik. Buning hammasining hikoyasini qoldirib qo'yish kerak. Mana nimada Yahudilar nima uchun shu qadar katta yonda bir misol olib kelyotdi? Mana 2-chi dunyo urushidagi Holocaust, Yahudi qirg'inchiligidan keyin agar sizlar inglizchada Yahudi hikoyasini anlatgan kitoblarni
statistika qiladigan bo'lsanglar, Amerikada har qanday kitobxonaga kirsanglar, kitobning ichida 10 kitap bo'lsa, 10 kitobning 5'sida ichida Yahudining hikoyasi yozilgan kitap chiqadi shu Holokaustda. Bularning o'zining tarixini yozmagan bir Yahudi oilasi, o'zining tarixiy kashmishlaridagi nima tatqan dard alamini yozmagan bir Yahudi kishi yo'qdek darajaga borgan. Bir millat o'zining bu kashmishlarga bu qadar mas'uliyatchan bo'lganda, uningdan buguniga kelgusiga mas'uliyatchan bo'ldi ekan. Shunga ham tavsiyam hammamiz tarixchi bo'lsa, hammamiz o'zimizning hikoyasini yozib qo'yaylik. Kunlarning birida bu nihoyat qimmatli bir narsaga aylandi. Boy bir qarindishimiz mayada 8 o'quvchi bilan o'zlarining hikoyasini turkchaga tarjima qilib bir kitob chiqaribdi. Bu kitobni ba'di nihoyat yaxshi ish bo'ldi. Agar turkcha yoza olsak, turkcha yozsak texim yaxshi cho'ng tillarda, bo'lmasa uyg'urcha yozib qoldirib qo'ysakmi, kunlarning birida buning foydasi bo'ldi. Rahmat.